Happy United Computer. Assalomu alaykum, bizni ko'rib turgan barchaga tafakkur deb atalgan podkastimizni navbatdagi sonini e'tiboringizga havola qilyapmiz. Biroz tanaffus bo'ldi, bu uchun endi uzr so'raymiz. Biroz bugungi qatnashuvchilarimiz soni ozroq, lekin o'ylayman muhim masala atrofida baribir suhbat quramiz va bu siz uchun albatta qiziqarli bo'lishiga biz harakat qilamiz. Odatdagi shu jamoamiz tarkibi Nodir aka Normuhammedov, Tohir aka Bozorov va man Akmal Asrorov. Bugungi mavzuyimiz, bugungi podkastimizni mavzusi ilmiy kadrlar tayyorlashda yangi bosqich, nimalar o'zgarmoqda va nimalar chetda qoldi degan bir masala atrofiga quriladi. Ya'ni 98-sonli prezident farmoni yaqinda chop qilindi va buni baribir hamma jihatlar qamrab olindi deb aytolmaymiz. Bu farmon ichida shu farmondagi ya'ni qaysi jihatlar yana ham bir takomillashtirishga ehtiyoji bor degan bir masala atrofida o'zimizni fikrlarimizni bildiramiz. Nodir aka, marhamat, so'z sizga. Assalomu alaykum, hurmatli tafakkur podkastini kuzatuvchilari, hurmatli ilmiy tadqiqotchilar, hurmatli ustozlar, hurmatli yosh tadqiqotchilar. Xabaringiz bor, haqiqatdan mana Akmaljon hozir ta'kidlab o'tdilar. Yaqinda juda muhim bo'lgan bir farmon imzolandi va bu farmonga ko'ra o'sha yangi avlod kadrlarini tayyorlash, ularni attestatsiya qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha masalalar belgilangan, yo'l xaritasi ham belgilandi. Mana shu prezident farmonida, ya'ni 98-sonli prezident farmonida. Albatta bu farmonni e'lon qilinishi juda ko'plab tadqiqotchilarni va ilmiy tadqiqot olib borayotgan izlanuvchilarni xursand qilgan jihatlari juda ko'p. Sababi u yerda islohotga muhtoj bo'lgan narsalar hisobga olingan va mana shu jihatlar yoritib o'tilgan. Endi bugungi podkastimizdan maqsad mana shu hozirgi aytib o'tilganidek bizni eng quvontirgan jihatlar qaysilar va nima uchun bular muhim deb hisoblanadi bizni nuqtai nazarimizda. Va nimalarga yana ham ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Sababi albatta bir islohot amalga oshirilgan paytda uni yon atrofidagi tizimlar ham o'zgarishga uchraydi. Shu jihatdan olib qaraganda, masalan, o'sha oliy ta'limdan keyingi ta'lim tizimini takomillashtirishga bevosita bog'liq bu. Shuning uchun bugungi demak tafakkur podkastimizda mana shuni bir davra suhbati shaklida davom ettirmoqchimiz. Tohirjonni ancha yillik tajribalarini biz o'tgan safargi nimalarda ham demak podkastimiz sonlarida ham ko'rdik va Tohirjon, avvalambor katta rahmat yana bizga mana shu podkastimizda qatnashishga ruxsat berganligingiz, ya'ni rozilik berganligingiz va o'zingizning fikrlaringiz bilan o'rtoqlashish istagini bildirganingiz uchun. Aha. Rahmat, xudo xohlasa podkastimiz juda ham bir serim mazmunli bo'ladi va eshituvchilarga bu foydali bo'ladi va qanaqadir mulohaza qilishga sababchi bo'ladigan bir podkast bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat. Endi hurmatli hamkasblar, hurmatli demak podkastimiz davra suhbati ishtirokchilari, men sizlarga bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Bugungi podkastimizni ikkiga bo'lsak. Ya'ni birinchi qismini albatta mana shu farmonda keltirilgan o'zgarishlarni qaysi birlari yoki aynan biz kutgan savollarni olib chiqdi va yechimlarni ko'rsatib berdi. U nimalarda o'zini aksini topadi, qanaqa ijobiy o'zgarishlarni boshlab beradi degan savolni qo'ymoqchiman. Agar
sizlarda shu bo'yicha fikringlar bo'lsa, bevosita o'zinglarni fikringlarni aytishinglar mumkin. Va ikkinchisida aynan mana shu yana nimalarga e'tibor berishimiz kerak edi. Bugungi kunni aynan o'sha oliy ta'limdan keyingi ta'lim tizimini takomillashtirish bo'yicha yana nimalarni biz qo'shishimiz mumkin, nimalarga e'tibor berishimiz mumkin, qanday muammolar bor, mana shular to'g'risida gaplashsak. Marhamat, Akmaljon. Rahmat, Nodir aka. Man o'ylayman, bu farmonda ko'p ijobiy o'zgarishlar bor. Shu ijobiy o'zgarishlar, misol uchun moliyalashtirish sohasiga aloqador o'zgarishlar deb atashimiz mumkin. Boshqa bir tarafdan, misol uchun buni orqasida teskari effekt berib qolishi mumkin degan bir mulohazalar ham bor. Ilmiy kengashlar faoliyatini, misol uchun samaradorligini oshirishga aloqador bir jihatlar alohida band bilan bunda yoritilganligi, misol uchun umumiyroq qilib javob berishga harakat qilyapman. Misol uchun menga shaxsan yoqdi. Bu yerda misol uchun H indeksi, Hirsch indeksi hozirgi kunda vaqtinchalik bo'lsa ham, misol uchun O'zbekistondagi ilmiy xodimlarni aytaylik, bir o'rtacha H indeksidan kelib chiqib 5 dan kam bo'lgan yoki 5 dan yuqori bo'lgan deb bir klassifikatsiya qilingani, misol uchun bu ham bir o'ylangan bir mulohazali fikr sifatida, ya'ni yondashuv sifatida men o'zim shaxsan qabul qilgan bo'lardim. Aslida dunyo miqyosida juda ham bir kichkina bir jihat bo'lsa ham, lekin buni ichida bir moliyalashtirish bilan bog'liq ba'zi bir jihatlar borki, buni misol uchun ko'proq bir diskussiya qiladigan bir jihatlari bor. Misol uchun o'sha 60% deyilgani, 1.7 barobar deyilganlar bir savollar bor. Shu jihatlarni bir alohida bir aniqlik kiritilishi kerak bo'lgan jihatlar deb bilaman. Umumiyroq meni mulohazalarim shu, Nodir aka. Alohida jihatlarga keyin alohida to'xtalsam to'g'ri bo'lsa kerak. Nodir aka, ovoz ahvolasi o'chiryapsiz. O'chiryapsiz, Nodir aka. Hali yonmadi. Nodir aka, siz yoqmaganingizcha Tohir akadan shu masalada fikrlarini so'rab turaman. Tohir aka, marhamat. Aniq bir konkretikaga o'tsak bo'laveradi men nazarimda. Bu o'zi qaror juda ham bir foydali ham, manfaatli ham bo'lgani deb o'ylayman. Endi ayrim ko'p jihatlarni oladigan bo'lsak, lekin balki kamchilikdan ham ko'ringan tomonlari ham bor deb o'ylayman. Endi shaxsan o'zim mustaqil fikrim. Misol uchun oldinlari umuman O'zbekistonda olimlarga misol uchun ilmiy ishlari uchun olib boradigan anaqa moliyaviy ko'mak bu yo'q edi. Ya'ni loyihalarga yoki institutni ichki moliyaviy imkoniyatlardan kelib chiqib ish qilishardi yoki даже qo'pol qilib aytadigan bo'lsa, haqiqatni aytadigan bo'lsak ham, hattoki o'sha doktorantlar yonidan ham qilishardi. Albatta. O'tgan tarixdan ma'lum narsa. O'sha asos sotib olardik o'zimiz ham cho'ntagimizdan. Biz hozirgacha ham asos sotib olamiz, hozirgacha ham boshqa narsalarni hozir ham o'zimiz qilamiz. Tohir aka, sizda ham ovoz o'chib qoldi. Nimaga ekan bu? O'zidan o'zi bo'ldimi bu? Alo, endi eshitilyaptimi? Ha, eshitilyapti. Xullas, qarorni oladigan bo'lsak, qaror shundaki, kamchiliklari ham bor deb o'ylayman. Va yuqori aytgandek, ovozim o'chgan paytda eshitildimi yo'qmi? Xullas, shunday bo'ldiki, loyihalari bor laboratoriyalar loyiha yordamida ilmiy ishlar olib borishgandi. Ya'ni doktorantlar bo'lmaganlar institutning ichki imkoniyatidan yoki hattoki endi ochiq bo'lsa ham haqiqat yonidan qilishardi, pul sarflab qilishardi. Bu juda ham yashirinadigan narsa emas, yashirincha narsa emas. Shunga endi misol uchun bu qarorda yaxshi narsa qilibdiki, bunda har bir talabaga, doktorantga
30%. 30%gacha o'sha oladigan, ya'ni faqat ilmiy ko'mak berishligi, ya'ni fond yaratilishi nazarda tutilyapti. Har bir ajratilgan o'sha yillik ajratilganning 30% berishi stipendiyasi kelib chiqib. Bu juda ham yaxshi bo'ldi. Ha, bundan tashqari stipendiyalarni 1-7%ga ko'paytirishi ham bu quvonarli holat. Albatta. Misol uchun biz o'qigan paytlarimizda bu juda ham juda mizerniy pul edida, juda ham past anaqa Ha, edi. Endi biz masalan havas qilyapmiz. Lekin shu jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, nima deydi, hamohanlik yo'qdek ko'rinadi go'yo. Qaysi aha, tomondan? Ya'niki, doktorantlar 1-7% oshirilganda ularning stipendiyasi odatda katta ilmiy xodimlarning stipendiyasining kichik tarifi bilan teng hisoblanadi. Ma'lumki, katta ilmiy xodimning. Katta ilmiy ha, xodimning kichik tarifi, boshlanadigan tarifi 7 million 600 mingdan boshlansa, eng yuqorisi 8 million 900 ming. Shundan kelib chiqib, endi biz real narsaga e'tibor berishimiz kerak. Real narsa shundaki, bu raqamlarga e'tibor berib, uni tahlil qilib chiqsak, menimcha bu to'g'ri ham bo'lardi. Ya'ni qaysi tomondan yana aytib o'taman. Hozir mana qarang. Katta ilmiy xodim 7 million 600 ming, ya'ni birinchi setkasi bo'yicha agar stipendiyasi shuncha bo'ladigan bo'lsa, doktorantlardan ma'lumki soliq olinmaydi. aha, Lekin himoya Ha, qilib chiqqan, himoya qilgan to'g'ri. o'sha doktorant soliq 7 million olinadi. atrofida ekan. ha, 7 7 million million 7 million. atrofida ekan. Shu atrofda mayli 7 million bo'lsa ham, 7 million Aha, degan taqdirimizda ham soliq olinmaydi. Bulardan esa soliq olinadi. Soliq olingandan keyin, ya'ni himoya qilgan doktorant himoyasida, ya'ni u qo'lga tushadigan oyligi 6 million 700 ming bo'ladi. ha, 6 million 700 ming bo'ladi. Men hozirgisini aytyapman. Himoya doktorantlar stipendiyasi esa o'sha 7 million 600 minggacha qoladi. Ya'ni buni o'ylab qarasangiz, taxminan bir 900-1 millionga yaqin himoya qilgan xodim yutqazayotgan bo'ladida. ha, Endi ha, qarorga keladigan bo'lsak, bu qarordan, mana shu qarorni 1-7%ga oshirilgan taqdirda, 1,7 1-7%ga marta. oshirilgan Aha, taqdirda 1-7 marta deyapti, ya'ni 1-7ga ha, ko'paytiramizda. ha, ha, U uning anaqa oladigan, umumiy qo'liga tushadigan, men hisoblayapman hozir. Ya'ni men 12% dan ayirib tashladim, hisoblasak, o'sha 1-7%da 13 million olar ekan aha, qo'liga. Shu vaqtning o'zida o'sha katta ilmiy xodimning kichik setkasida o'tirgan xodim 6 million 700 ming atrofida qolib ketadi. Bu degani 2 barobar kamroq oylik oladi, ya'ni himoya qilgani shuncha bo'lyapti. Endi mabodo katta ilmiy xodim 10-30 qarori bo'yicha nadbavkaga ega bo'ladigan bo'lsa, bilasizki, PhD nadbavkasi maksimal 1-30%, ya'ni 30% oladi. hmm, 30% olgan taqdirda ham qo'liga 8 million 700 ming tushadi. O'shanda ham bu taxminan bir 4,5 millionga yaqin ko'proq, kamroq oladi boyagi stipendiyaga nisbatan. Ya'ni muvozanat, disbalans ko'rinadi-da bu yerda. Ya'ni himoya qilgan odam, demak, men himoya qilaman. Himoya qilganimdan keyin men stipendiyam hozir 13 million olyapman. Ertaga himoya qilib katta ilmiy xodim bo'lib ishga kirsam, 8 million 700 ming olar ekanman, 4,5 million past olar ekanman deb kelajagiga nima deydi, ana bilan qarash boshlaydi. Nima deydi, ishonchsizlik bilan qarash boshlaydi-da. Xohlaysizmi yo'qmi? Yoki ayrimlari bor. Misol uchun, mayli men o'qishga kira qolay, 3 yil shu yerda o'tkazib yuboraman. 3 yil ha, o'tkazgandan keyin men himoya qilmasdan ketaman. Muhimi shu hayotimning 3 yili stajga kirib qoladi. Bu muhimi shu. Men shu pulni olaman, ketaman degan qarashlar ham bor, yo'q emas. Bunaqa qarash juda aksariyatida bor deb o'ylayman. Ya'ni bu narsani ham raqamlarni bir disbalans qilmasdan turib, ya'ni bu himoya qilgan odam, olim, yosh olim, doktorant kelayotganda, shu ilmda men oyligi 13 million bo'ladigan bo'lsa, men ilmda yuqori himoya qilgandan keyin men bunaqa ishlar qilaman, bunaqa marralarga erishaman deb olim uchun stimul berish kerak. Moliyaviy stimul bergandagina olimning xohlaymiz yo'qmi, aqliy faoliyati yaxshi ishlaydi. O'zingizga ma'lum, Nodir aka, siz ham bilasiz, oldinlari biz stimul bo'lmagani uchun, moliyaviy stimul bo'lmagani uchun qo'shimcha ishlar qilar edik, misol uchun-da. Ayniqsa bundan bir 17 yillar oldinda shunaqa edi. Haqiqatdan ha, shunaqa edi.
hozirgi doktorantlarga aytsamda, o'sha oyligini, o'sha oladigan stipendiyasi hozirgi ekvivalentga chaqadigan bo'lsak, taxminan bir 350 million so'm, 300 ming so'm, 400 ming so'm atrofida stipendiya olganmiz. Ular ishonmaydida bu narsani. Bu borda o'shaga agar chunki 35 ming so'm olardik-da, masalan, aspirantura o'qiganimizda. Ko'payib ketsa $50 atrofida bo'lardi ba'zi yilda. $50 bo'lsa, biz o'zimizcha boy bo'lib qolib. Mayli, endi bu albatta rivojlanishni natijasi, lekin rivojlanishni ham qandaydir bir raqamlarga ham e'tibor berib, muvozanat saqlagan holda olib borish kerak deb o'ylayman. Albatta bu o'zgarishlarning hammasi ya'ni sarflanayotgan mablag', berilayotgan moddiy rag'batlantirish va hokazolar hammasi ilmni sifatiga ta'sir qilishi kerak. Ilmni albatta yaxshi respublikani iqtisodiga ta'sir ko'rsatadigan, uni aytaylik importdan qutqaradigan va hokazo sohalarni qamrab olish kerak deb umid qilamiz va aytilgandek o'sha ko'p holatlar bu yerda prezident farmonida hisobga olingan deb hisoblaymiz. Masalan, aynan shu moliyalashtirishni nima deydi, qo'shimcha mana bu moddiy texnik ta'minot qismini va hokazolarni hisobga olinayotganligi, shu jihatdan to'g'ri, masalaning ikkita tomoni bor. Bittasi o'sha aytilgandek yaxshi foyda beruvchi tomoni va ikkinchi tomoni bu albatta talqin qilinish uni. Qaysi jihatdan? Masalan, ba'zilar talqin qiladi uni hozirgi aytganingizdek moddiy rag'batlantirish sifatida. Ya'ni qo'shimcha bir moliya manbai deb tasavvur qilish mumkin. Ikkinchi bir odamlar uni ma'ni vaqtinchalik, demak, mana shu dissertatsiyani bajarish davomida qaysidir bir tashvishlarimdan qutqarar ekan, men ko'proq vaqtimni ilmiy tadqiqotga bag'ishlar ekanman deb o'ylashida gap. Menimcha mana shu narsa eng muhim. Hop, endi yana masalalar bor. Masalan, marhamat Akmaljon. Aka, uzr, hozir shu mavzuga kelganda ozgina fikr bildirib ketay. Hurmatli kuzatuvchilar, misol uchun biz prezident farmonida mana bu jihat kamchilik deb bir talqin qilayotganimiz yo'q. Chunki prezident farmoni ham aytaylik, misol uchun qaysidir ilmiy xodim, ilmiy faoliyati boshqaruvidagi odamlar tomonidan yoziladi, tayyorlanadi, muhokamaga qo'yiladi va olib chiqiladi yuqori turuvchi tashkilotlarga. Shu tartibda ketgani uchun, ya'ni bu yoqdagi tayyorlovchi, muhokama qiluvchi bir aytaylik tashkilotlarga va tayyorlashda qatnashadiganlarga nisbatan bir fikr nuqtai nazaridan aytamiz. Tohir akani fikrlarini to'g'ri qabul qilishinglarni masalan men so'ragan bo'lardim. Ertaga misol uchun himoya qilib bo'lganidan keyin ilmda qolish rag'bati nuqtai nazaridan misol uchun ertaga oyligim kamayib ketar ekan-ku deb boshidan avvaldan niyati misol uchun shu 3 yillik davomida staj bo'lmasa ham, Tohir aka doktorantura stajiga o'tmaydi, to'g'rilab ketaylik. Ya'ni ish stajiga o'tmaydi. Ya'ni shu 3 yil davomida stipendiyani olishi o'zini bir kriteriya sifatida qo'yib olib, ilmga nisbatan bir munosabati boshqacha bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni bu yerda endi Nodir akani fikrlarini ham qo'llab-quvvatlab aytaylik, moliyaviy qo'llab-quvvatlash bo'ldimi? Endi shundan keyingi davrda ham misol uchun astoydil ishladimi? Shuni aytaylik, misol uchun 30% emas, PhD himoyasida bo'lsa ham 60% buni ham balki qo'llab-quvvatlash bir variantlarini ko'rish kerakdir-da, Nodir aka. Ya'ni himoyani bo'ldimi? Misol uchun aytaylik, shunaqangi doktor nauglar bor, qo'sh tirnoq ichidagi tiqilib yotibdi, uzr so'rayman, shu nomiga qilib olishgan variantlarni qilib 2 yil 3 yilda bir misol uchun bitta Q3 darajasidagi maqola chiqara olmaydi-da haligilar. Bu yoqda PhD ishi bilan misol uchun yiliga 4 ta 5 ta maqola chiqaradiganlar bor. Bu ham misol uchun adolat kriteriyasiga qo'yadigan bo'lsak yoqimsiz holat. Misol uchun diplom olgan doktor nauk variantini qilib, o'zi biladi qanaqa qilib olgan bo'lsa ham 60% ola oladi. PhD
qancha mehnat qilib qiynalib o'sha 30% bilan qoladi. Endi hozir Tohir aka aytmoqchi bo'lganlari haligi 70%ligi oldindan biladida, shu 12-13 million atrofidagi 3 yillik bir aytaylik qanchadir 3 yil 36 oy davomida mablag' bilan bemalolroq yashaydi. Undan keyin ilmni tashlab boshqa yo'lga ketaman degan bir oldindan plani noto'g'ri bo'lib qolish, bir teskari effekt bo'lish, berib qolish holati bor. Shu bir ko'p muhokama talab qiladigan jihati shuni aytmoqchi edim. Nodir aka, davom etavering. Shu edi fikrim. To'g'ri, Akmaljon, bu yerda oldingi tizimni, ya'ni oldingi tizim deganimiz bu endi mana shu prezident farmonida nazarda tutilgan o'zgarishlarga muhtoj bo'lgan qismlarni aytmoqchimanda. Demak, mana shularda yetarli darajada demak o'zgartirishga muhtoj joylar bor ekanki, mana bu prezident farmoni ko'tarildi. Shu prezident farmonidagi masalalar chiqarildi. Endi mana o'zinglar ham guvohsizlar. Bu prezident farmoni chiqishidan undan keyin mana shu oralig'larda bo'lgan voqealarda e'tibor bersak, ko'proq doktorant yo ilmiy tadqiqot deylik, ilmiy tadqiqot olib borish nimaga o'zi kerak? U faqat nima deydi, bir ilmiy daraja olib, undan keyin bir ma'lum bir lavozimlarga o'tirish uchunmidi yoki va hokazo degan savollar ko'payib ketdi-da. O'rtada muhokamalar bo'ldi. Biz oldingi podkastimizda ham shu to'g'risida gaplashdik. Endi keling mana shu jihatlardan mundoq olib qaraylikda, nima masalalar ko'tarilganiga birma-bir qarab chiqaylik. Misol uchun dissertatsiyalarning sifati pastlab ketdi degan e'tirozlar bo'ldi. Bir. Ikkinchisi, chop etilayotgan maqolalarning sifati tushib ketdi degan anaqalar bo'ldi, e'tirozlar. Va ilmiy rahbarlikka nimalar, sifati. Masalan, ba'zilar nomigagina man rahbarman degan ma'noda rahbarlik qiladi. Unga rahbarlik nima uchun kerak? Balkim unvon uchun kerak, ilmiy unvon uchun kerak yoki qandaydir bir 10-30 yoki shunga o'xshash bir rag'batlantirishlar uchun kerakdir. Lekin doktorant o'zini yog'iga o'zi qovurilib, o'zi shu ilmiy ishni qilish kerak edi. Endi bu prezident farmonida ko'tarilgan masalalarni, ya'ni yangiliklarni yaxshilik tomoni mana shu masalalarga tegib o'tdi-da, nozik joylariga tegib o'tdi. Misol uchun aytaylik, o'sha ilmiy ishlarni natijalarini chop etiladigan jurnallarni sifatini ko'tarish bo'yicha. Mana biz bilardik, Oliy attestatsiya komissiyasini ro'yxati bor edi. Ya'ni oq ro'yxat deb aytaylik, bu oq ro'yxat edi. Ya'ni hamma taklif qilardi, ilmiy kengashlar taklif qilardi, mana shu jurnalni bizni sohaga kiritib beringlar deb. Keyin u sohaga kiritilardi-da, u jurnal nufuzga egami, nufuzga ega emasmi? Keyinchalik borib ma'lum bo'ldiki, ba'zi bir jurnallar shunaqa nufuzga ega emas ekan. U yerda ko'proq nima deydi? O'sha hishnik deymiz, shunaqa jurnallar ham paydo bo'lib qoldi va natijada buni bir lazeyka deymiz-ku, shu foydalanish mumkin bo'lgan bir yo'lak holat deb turib foydalanadi. Maqolalar tezda chop etilib boshlandi, tahriz qilinmay ham chop etish boshlandi. Maqolang bormi? Ha, bor degan ma'noda uni sifatiga qaralmaydi va hokazo, mana shunaqa holatlar ham bo'ldi. Shu jihatdan nima deysizlar? Masalan, qaysi jurnallar yoki Oliy attestatsiya komissiyasining ro'yxatidagi o'sha o'zgarishlarni qanaqa baholaysizlar mana? Tohir aka, marhamat, men ko'proq gapiraman keyin. Men hozir o'ylayman, boyagi biz podkast boshlanmasdan oldin ham qisqagina bir muhokama qilib oldik, aynan shu to'g'risida. Bu yerda shu narsani ham e'tiborga olish kerakki, jahon ilmiy olamida shunday kuchli nashriyatlar bor va o'sha nashriyatlar chiqarayotgan har bir jurnallarning
saviyalari, ya'ni o'sha jurnallarda maqola chop etishlik, xohlaymizmi yo'qmi, bizni vaqt jurnalida e'tirof etilgan, ya'ni mahalliy jurnallardanda taqrizi juda kuchli bo'ladi, kuchli bo'ladigan uchun bo'ladida. Shunda hozir yangilangan ro'yxatda, vaqti olib tashlangan ro'yxatida Springer bilan Hindaviy degan nashriyotlardagi jurnallar ham kirib qolganligi bu juda bir menimcha achinarli holat deb o'yladim. Ya'ni 26-yilning 10-iyundan boshlab ayrim platformalar hisobga olinmaydi debdi. Mana shuni orasida Springer debdi-da. Springer jurnallariga agar deydigan bo'lsak, O'zbekistonda chiqariladigan chemicals jurnal природных соединениях bor-ku, tabiiy moddalar, o'sha ham HPS ham aynan Springerdan chiqariladi. Bu degani HPS jurnali HPSda o'zi impact faktoriga ega jurnal, 0.3 atrofida. Demak, o'sha jurnal ham eng qizig'i chop etilmaydi. Yana bundan tashqari ayrim bir Nature Groupga kiradigan jurnallar ham, Nature bilasizlarki, bu nashriyot platforma Group hisoblanadi, u nashriyot emas. O'zini jurnallarida ma'lum bir nashriyotlarda chiqariladi. Misol uchun o'shanda ham Springerda chiqadigan Nature Group jurnallari ham demak qabul qilinmaydigan bo'ladi. Bu xalqaro ilmlar, ya'ni xalqaro ilmiy maydonda bunday narsalarni olib tashlab kiritishlik, ya'ni qora ro'yxatga kirishlik, bu O'zbekiston ilm fanida bir xalqaro maydonda biz nima deydi, sharmandalik holat deb o'ylayman-da bu narsa. Men endi hozir qo'polroq so'z ishlatib yubordim. Sharmandalik bo'lishi ham mumkindir. Chunki aksariyat Springerda chiqaradigan jurnallar juda ham obro'li jurnallar hisoblanadi. Bundan tashqari e'tibor berish kerak sizda. Juda ikkinchi bir jurnalimiz Springerda katta bo'lmasa-da, u Misrda xalqaro lekin jurnal, nashriyot Hindaviy nashriyot hisoblanadi. Ya'ni keyin yana bir narsani e'tiborga olishimiz kerak. Molik deb o'ylayman. Vaqtni kim buni narsalarni shu ro'yxat kim tuzgan bo'lsa, yoki ilmiy olamda ma'lumotlar bazasi, nashriyot kabi tushunchalarning farqiga bormasa kerak deb o'ylayman. Chunki men hozir bu yerda ko'ryapmanki, Springer bilan birgalikda platformalarga hisobga olinmaydiganlar ichiga Shimago bazasini ham kiritib qo'yibdi. Shimago bu baholaydigan baza hisoblanadi. Bu qanaqadir bir ilmiy baza ham emas. ResearchGate ham unaqangi baza ham emas. U olimlarni birlashtiradigan bir baza hisoblanadi. Bu maqolalarda chop etadigan yoki maqolalarni hisobini yuritadigan baza hisoblanmaydi. Bu ham bir. Misol uchun Shimago databazasida Nature Groupga, Science'lar, misol uchun Lancet jurnallari hammasi o'sha Shimagoning ichiga kiradi. Bu degani vaqtni agar vaqtning xulosasiga keladigan bo'lsak, butun dunyodagi hech qaysi jurnalda chop etmaslik degani. Chunki Shimago bu dunyodagi butun jurnallar o'ziga qamraydi-da. Ya'ni bu narsani Crossref ham oladigan bo'lsak, bu ham juda nega Crossrefdan kiritib qo'ygan? U ham baholaydigan aslida anaqa bazadan hisoblanadi. Baza ma'lumotlar, jurnal ma'lumotlar bazasi. Men bu taraflarida ham men o'ylanib qoldim, bu qayerdan bu platformani tushungan, yo'q qabul qilishgan va birinchi navbatda shu Springer nashriyot bilan baza danli, ma'lumotlar bazasi farqiga borish kerak. Buni ro'yxat shakllantirishdan oldin. Buni ajratib olish kerak birinchi. Baraka topgur, Shimago nima-yu, Springer nima? Springer bosib chiqaradigan jurnallar Shimagoning ichida ham bor-da, hammasi bor. Mana HPS ham bor, O'zbekistonda chiqadigan o'sha ikkita biz Impact Factor jurnallari bor demoqchiman. Hattoki Shimagoda yirtqich bo'lgan jurnallar ham bor. U hammasini tahlil qiladigan bir platforma hisoblanadi. Bu baza danli ham emas, platforma aslida. Ya'ni bu narsalarga bir statistikasini olib boradigan bir platforma. Bu narsani menimcha zudlik bilan qayta tahrirlab, qayta kiritish kerak va birinchi nashriyotlar va ba'zi ma'lumotlar bazasi platformalari farqiga borish kerak. Bu juda ham bir masalan xalqaro maydonda ko'p ish qilganimiz uchun bu kulgili holat. Ya'ni bu kulgili holatni misol uchun chet eldagilar, mayli yon qo'shnimizdagilar bilsa ham bizga bir yomon ta'sir qiladi-da bu narsa.
nimadir sharmandalik deb o'ylayman buni ham shunaqa degan bo'lardim. Meni xafa bo'lishmasin, lekin bu bor haqiqatni aytyapman. Tushunarli. Akmaljon, sizda? man endi ozgina jag'im ochiladi, uzr so'rayman. Endi man o'ylayman, Nodir aka, bu qaror vaqtdagi o'zgarishlardan ko'p o'tmasdan e'lon qilindi. Hozirgi yangilangan vakka tarkibi tomonidan qilingan bo'lmasa kerak degan menda shaxsiy bir yondashuv bor. Ya'ni 10 kun davomida buni kichik guruhdagi bir odamlar tezda buni tez muhokama qilib mana deb chiqarib yuborishi sal mani nazdimda haqiqatdan yiroqroq. Katta ehtimol balki oldingi misol uchun vak tomonidan qanaqadir bir xomroq varianti tayyorlangandir balki va shu tezlik bilan bir e'lon qilib yuborildi, muhokama qilinmasdan to'liq bir muhokama adekvat muhokama qilinmasdan degan bo'lardim. Sababi mana Tohir aka aytganlarini davom sifatida aytaylik, shu Oliy attestatsiya komissiyasini o'zi shu Springerga aloqador ozgina gap ham chiqarishdi Telegramda. Men uni hozir topolmadimda. Qiziq bir jihat paydo bo'ladida. Aytishdiki, shunda Scopus bazasida Springer jurnallari bor-ku, ularga taalluqli emas deb. Qiziq jihati, xo'p, nimaga Springer unda bu yerga qo'yildi? Adashmasam 30 mingdan ko'p Springer jurnali bor. Elsevier jurnallari ham 40 mingdan ko'proq. Endi Springer jurnallari Wilney jurnalidan ancha ko'p, ACS jurnallaridan ancha ko'p, American Chemical Society, Physical Society, Royal Society of Chemistry bunaqa katta nashriyotlardan ancha ko'pda. Nima uchun Springer qo'yilayotgani qiziq. Elsevier ham impact factor olmagan jurnallari bor-ku, yangi qo'yilgan jurnallar. Ya'ni bunaqa bo'ladigan bo'lsa Elsevier ham bu yerga kiritish kerak edi. Springer impact factor olmagan jurnallarini o'zini chiqarish baribir bir shoshilish bilan qilingan bir qaror bo'ldi. Keyin mana Science Ledger simago.jr.com sayti haqiqatan ham bu shunaqangi platformaki, jurnallarni o'zicha reytinglarga asoslangan holda, ya'ni bu Q darajalarga bo'ladi, o'zini statistikasi bor. Endi buni ham misol uchun nima uchun ro'yxatga olinmaydi deyilgani tushunarsiz. Ya'ni Nodir aka, mani nuqtai nazarimda agar haqiqatdan bu jurnallarga aloqador hozirgacha bo'lgan muammolarni tizimli hal qilishni xohlanadigan bo'lsa, buni aytaylik bir kattaroq bir 20-30 kishilik hech yo'g'i guruh tashkil qilish kerakda. Aniq buni ustida ishlash kerak Nodir aka. Shoshilish bilan buni qilib olmaslik kerak. Hozir e'lon qilindimi? Baribir aytaylik, hozir ham kech emas. Buni ustida biroz ishlash kerak. Yana kamchiliklarga yo'l qo'ymaslik kerak. Aytaylik, mana hozirgacha hal bo'lmagan savollardan bittasi Springer yoki Elsevier impact faktori yo'q jurnallarni aytaylik maqola chiqarib ertaga himoyaga olib chiqsa bo'ladimi, bo'lmaydimi degan masalada Nodir aka. Aytaylik, misol uchun Yevropadagi o'rta me'yorli universitetlar boradi. Deyarli hamma universitetda o'zini kamida bitta jurnali bor. Yevropadagi o'rta me'yorli universitetlar, Debrecenmi, Nitradagi universitetmi, o'rta me'yorli davlatlarni, rivojlanayotgan Yevropa davlatlarini nazarda va sharqiy. Shularni ham o'zini universiteti jurnali bor. Endi shu universitetni jurnallaridan men aytgan bo'lardimki, Elsevier yoki Springerni yangi paydo bo'lgan jurnallar ham talablari ancha yuqori. Nodir aka, masalan, siz ko'p maqola chiqargansiz-ku, yangi paydo bo'lgan jurnal bo'lsa ham nashriyoti obro'si uchun ularda baribir kriteriyalar qat'iy. Misol uchun statistika qaraydi, ilmiy yangilikka konkret qaraydi, adabiyotlarning ro'yxati, cross-refda tekshirishlari. Universitet jurnallarida yangi chiqqan jurnallarning saviyasi yuqoriroq talab nuqtai nazaridan. Shu jihatdan endi baribir hamma tomonni hisobga olish kerak. Bu misol uchun aytaylik 2-3 kishilik kichkina guruhda bunaqangi qaror qilib yana chiqib o'riladigan bo'lsa, ertaga yana muammolar ko'payaveradi. Men maqola chiqarib qo'ydim, menga adolatsizlik bo'ldi. Bu endi 2027-yildan bo'linadigan bo'lsa, shoshilmasdan bir muhokamaga qo'yilib,
davra suhbatlari tashkil qilish kerakdir balki bu masalada aniq kriteriyalarni qo'yib ertaga yana muammo bo'lmaydigan bir aniq tizimni ishlab chiqish kerak. Man shaxsiy nuqtai nazarim. Nodir aka, ko'p gapira to'g'ri. oldim. Yo'q, to'g'ri gapiryapsiz. Chunki Scopus va Web of Science bular haqiqatdan ham nufuzli e, indeksatsiyalanuvchi tizimlardi. Aha, Jurnallarni o'sha indeksatsiyalovchi tizimlar. Bularga kirayotgan jurnallar o'z-o'zidan birdaniga paydo bo'lib qolmaydi. Ya'ni jurnal tashkil etildi, darrov Scopusga kirib qoldi yoki Web of Science'ga kirib qoldi emasda. Bular ma'lum bir yillar o'sha Scopus va Web of Science'ni talabiga javob beradigan talablarga rioya qilish kerak. Undan keyin Scopus va Web of Science'ga kiradi. Xo'p, mana shu o'zimizni jurnallarni ham, mahalliy jurnallarni ham Scopus va Web of Science tizimiga nima qilmoqchimiz? Kiritmoqchimiz. Demak, kiritmoqchi bo'ladigan bo'lsak, albatta talablarga rioya qilayotgan jurnallarni qanaqadir bir hozirgi aytayotganimizdek o'sha Saymagomi o'sha hozirgi holatiga nimasiga kiritiladigan bo'lsa, man juda hurmat qilaman bu tizimni. Sababi ko'pincha jurnallarni kvartilini man o'shalardan qarayman. aha, Va har bir jurnalni e'tibor bergan bo'lsanglar, uni klonmi yoki aytaylik qaroqchi jurnalmi yoki haqiqiy jurnalmi, o'sha yerda muhokamasi ham bo'ladi. O'sha jurnalni ha, sahifasini tagida muhokamasi ham bor. hı, Shu joyda savollarga darrov javob beriladi va ha, aytadi. Ko'pchilik shu joyda mana bu klon jurnal ekan, mana bunisi veb sayti bunaqa ekan degan ma'lumotlarni beradi. Shuning uchun ham men o'ylayman, bu yerda aslida Tohirjon aytganlar to'g'ri gap. Bular bilan hozirgi aytganimizdek nashriyot bilan statistik tizimni yuritadigan nimalarni, platformalarni aniqlashtirib olish kerak. Ya'ni ha, bir-biri bilan chalkashtirish kerak emas. Va nima deydi? Ularni obro'sini yerga tushirib olish kerak emas-da. Masalan, bular sifatsiz degan ma'nodagi anaqaga olib kelib. Demak, ular umuman boshqa narsa. Xuddiki novvoy alohida kasb, sartarosh alohida kasb. Biz novvoydan borib soch kaltalatmaymiz-ku. Shunga ha. o'xshash holat demoqchiman. Xo'p, endi mayli. Tohirjon, biror gapingiz bormi? Shu qo'shimcha qilmoqchiman. Boyagi gapim yana bir obdon bir o'ylab ko'rdim. Ya'niki bu yerda toifalarga bo'lgan ekan. A toifa, B toifa, C toifa qilib Ha. ajratilgan ekan. A toifaga endi Web of Science Scopus Journal Citation Report'ni kiritdi. Endi bu yerda ham juda bir qiziq tomoni shundaki, Web of Science o'zi tarkibida o'sha jurnallar statistikasini olib boradigan narsani GCR hisoblanadi. Ya'ni Web of Science GCR ko'p bitta narsa yozasiz demoqchiman. Ha, To'g'ri. Ya'ni farqi bormaganligidan ham yana bitta anaqada nima deydi? Misol aytishimiz mumkin. Shu kim buni tuzgan bo'lsa. Ikkinchisi esa ya'ni kim A toifadagi baza danilari, baza maqolalar, o'zaro jurnallar bazasini, ikkita bazani Web of Science va Scopusni olganda, lekin platformada chiqarilganlarning ichidagi Springer, Hindavilari aslida Web of Science Scopus ichida ham bor. Ya'ni Springerda chop etgan xodim keladida, men maqolam yoki Shimagoda ham bor, Web of Science Scopusda ham bor. Nima qilaylik? Chiqarib tashlaylikmi yoki kiritaylikmi? Shunaqa narsa bo'ladi-da bu yerda. Ya'ni A toifa chiqarib tashlangan toifa bilan bir-biriga qarama-qarshi bo'lib turibdi. Undan chiqarilgan maqola bunda ham bor, bundagi unda ham bor. Nima bo'ladi endi? Degan narsa ham borda, bir juda bir g'alati, paradoksional ro'yxat shakllangan ekanda. Mana Nodir aka, mana bitta qo'shimcha qilib ketay. Juda tushunishga harakat qildim, neytral pozitsiyadan tushunishga harakat qildimda, lekin baribir yechim topa olmadim. Mana B toifa deyilyaptida, ixtisoslashgan xalqaro referativ va bibliografik ma'lumotlar bazalari deyilyapti. PubMed buning ichida 7-chi turibdi, tibbiyot va biomeditsina. Shuni aytaylik, ixtisoslashgan degan bir nima bo'linadigan bo'lsa, A toifa, B toifa demaslik kerakda. Shuni A yondashuv, misol uchun B yondashuv deyilsa yaxshi bo'lardi. Ya'ni
A toifa yuqoriroq toifa, B toifa pastroq toifa degandek tasavvur paydo bo'ladida. Misol uchun PubMed ichidagi jurnallar soni Scopus va Web of Science ichidagi jurnallar sonidan kam. Biotexnologiya sohasidagi PubMed ichidagi jurnallar obro'li jurnallar. Ya'ni undan ko'ra yuqoriroq. Bu ham ya'ni Nature'lar PubMed ichida, Nature Lancet'lar. ko'pi. Ya'ni yondashu juda bir noadekvat bo'lgan men nuqtai nazarimdan shuni misol uchun toifa demasdan balki A nuqtai nazaridan, B nuqtai nazaridan bir boshqacharoq o'ylab ko'rish kerak edi. Shoshilinch bilan menimcha buni e'lon qilishdi deb o'ylayman. Yana bitta fikrim Endi shu. yana kichkinagina qo'shimcha qilmoqchiman. O'zi aslida barimiz olimlar doimo nima deydi, skeptik qarashadi-da. Olimlar doimo solishtirma shakllanganmizda biz miyamiz shunga bo'ladi. Olimlar shunaqa bo'ladi. Ya'ni bunga solishtiradi. Biz ishimiz shunaqa. Ya'ni solishtiradigan bo'lsak, bu yerda hozir taklif etilayotgan toifalar ham bir-birini qaytaradi ichida. Hozir aytib o'tdingiz. O'zi men misol uchun buni qanchalik professional tuzilganligini ham odam shubha ostiga oladida. Kimlar tuzgan buni? Endi misol uchun men taklif qilgan bo'lardim, shu oddiy gap bilan Web of Science va Scopus bazalari kiruvchi jurnallar chop etilsin deyilgan bo'ldi. Toifalar ajratish kerak emas. Misol uchun toifaga ajrating nima? A toifada chiqarilgan maqolam qanaqa bo'ladi-yu, ya'ni himoyam B toifada qanday bo'ladi? Nima? Uni himoyadagi anaqasi bahosi pasayadimi yoki bir narsa bo'ladimi degan joylar ham borda misol uchun. Bitta so'z bilan gapirish kerak edi. Web of Science va Scopusga kiruvchi jurnallar bo'ldi. Boshqa gaplar kirmaydi, chunki o'shalar ichiga qolgan toifalar hammasi Web of Science va Scopus ichiga kiradi. Misol uchun kirmaydigan, biz bilmaydigan misol uchun gumanitarniy bir qanaqadir ijtimoiy fanlar bo'lishi mumkin. Biz bilmaydiganda misol uchun ularning ma'lumotlar bazasi boshqacha bo'lishi mumkin. Balki o'shani ham kiritish kerakdir 3-sifatda demoqchiman. Ya'ni ijtimoiy gumanitar sohalar uchun alohida mana bu deb qo'yilsa, balki ular uchun yengillik bo'lar qaysidir nuqtai nazardan. O'zi Web of Science ichida ham bor ijtimoiy gumanitar. O'zi bor, misol uchun qo'shimcha demoqchimanki, qo'shimcha shunday. Xo'p, mana endi yaxshi bu hozirgi aytilgandek chop etilishi zarur bo'lgan jurnallarni tahlil qilinganligi endi faqatgina bitta mavzu doirasida biz to'xtab qolsak menimcha bo'lmaydi. Uni yana ham men sizlardan iltimos qilardim. Boshqa bir sohalarga ham bir e'tibor bersakda. Mana misol uchun ilmiy kengashlarni takomillashtirish to'g'risida qismlar bor bu yerda. Ilmiy kengashlarni takomillashtirishga nima turtki beradi? Nima muammolarimiz bor edi-yu ilmiy kengashlarda? Mana shu ilmiy kengashlarni o'zgartirishga, ya'ni isloh qilishga majburiyat yuzaga keldi. Nima deb hisoblaysizlar? Maylimi Tohir aka, birinchi men fikr bildirsam? Mayli, albatta. Nodir aka, mana bu yerda mana ilmiy kengashlar faoliyati samaradorligini oshirish deyilyapti-da. Oshirish uchun ilmiy darajalar berishda 2027-yil 1-yanvardan boshlab quyidagi tartiblar bekor qilinsin deyilyapti. Birinchisi, A'si chet tili fanidan malakaviy imtihon topshirish bekor qilinsin. Himoya to'g'risida e'lon berish bekor qilinsin. Yetakchi tashkilotda muhokamadan o'tish bekor qilinsin. Monografiya bekor qilinsin. Avtoreferat bekor qilinsin. Amaliyotga joriy qilish bekor qilinsin. Dissertatsiyani ilmiy ekspertizadan o'tkazish bekor qilinsin. Ilmiy kengash qarorini Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan tasdiqlash bekor qilinsin. Oxirgisi yana nostrifikatsiya qilish bekor qilinsin. Mana shu jihatlar bekor qilinsin deganlarni hozir sanab o'tdim. A, B va G da qilib nima punkt qilishgani. Qarsakchi olib xursand bo'lishimiz kerak. Avtoreferat, monografiya juda kerak yo'q narsalarni oldindan qiynalib, qancha odamlar qiynalib yurardi bekor qilishda. Bitta jihati mana ingliz tilidan o'qiyayin shuni, chet tili fanidan malakaviy imtihon topshirish mustaqil izlanuvchilar bundan mustasno. Buni endi bekor qilmaslik kerak-da. Nodir aka, shu joyda endi aynan ingliz tiliga bo'lgan talabni pasaytirmasligimiz kerak-da. Chet tilidan deyilganning ichida nemis tili, turk tili misol uchun qaysidir tillar bordir.
Lekin aynan ingliz tili degan narsani ko'tarish uchun hozir davlatni byudjetidan milliardlab so'mlar sarflanyapti-da, Nodir aka. Aytaylik, misol uchun, farmatsevtika texnik universiteti Angliyaning ikkita universitetini programmasini o'qityapti, Demarford bilan Sunderlandni. Turin politexnikani filiali ishlayapti, Singapur menejmenti filiali ishlayapti. Mana Inha, Yoju, Aju filiallari ishlayapti. Japan Digital University, Amity University, o'nlab ingliz tilidagi ta'lim nimalarni O'zbekistonga olib kelyapmizda. Endi ingliz tiliga bo'lgan talabni yana susaytirish. Endi o'shani susaytirmaslik kerakda. Ingliz tili ni talabi shu chatda qolsin. Buni o'rniga aytaylik, ertaga himoya qilaman degan odamga ingliz tilini talabi yuqoriroq qo'yilishi kerak, Nodir aka. Ya'ni bu kimgadir qiyinchilik bo'lsa ham, aytaylik, rus tilidagi ta'limni falsafasidan tezroq qutulish uchun O'zbekistonda ingliz tilidagi ta'limni dunyodagi ta'lim bilan integratsiyasini tezlashtirish uchun, yaxshilash uchun ingliz tili zarurat hozirgi kunda. Ya'ni bu takomillashtirish vositasi emas, zarurat ingliz tili. Fikrimni qo'llab-quvvatlasangiz kerak. Shu bitta jihati menga umuman tushunarsiz bo'ldi. Chet tili fanidan malakaviy imtihon topshirishni bekor qilish degani umuman yoqmadi menga. Shaxsiy fikrim. Buni o'rniga qayta ingliz tiliga qo'yiladigan talablarni qo'llab-quvvatlash kerak, men nuqtai nazarimda. Endi bitta narsa borda, Akmaljon, balkim bu yerda masalan sertifikati bo'lganligi uchun aytaylik, bu yerga nomzodlar sertifikat orqali kiradigan bo'ladigan bo'lsa, ularga yana bir marta nima deydi, chet tilidan imtihon qo'yish qanchalik mantiqiy degan savol balkim qo'yilgandir demoqchiman. Aka, uni o'shanda kiritib ketish kerakda ichiga. Misol uchun nimasi sertifikati bo'lgan holatda aniqlashtirib ketish kerak. Endi bu hozirgi holatini, misol uchun, sertifikati bo'lmaganligi ham topshirishing shart emas deb talqini kelib chiqadi-da, Nodir aka, bu yerda. O'zi aslida doktorantlarga hozir bilishimcha sertifikat chet tilidan ma'lum bir darajadagi sertifikatga ega bo'lish talabi bor. O'sha ma'lum bir daraja ham muammoda. Ya'ni B1 ham o'tib ketaveradi, B2 ham o'tib sal aniqroq talab bo'lsa yaxshi bo'lar. Davlatni manfaati nuqtai nazaridan aytyapman-da, ta'limni rivojlantirish. Endi islohotlar ketyapti. Undan oldingi mana Vazirlar Mahkamasining 304-sonli qarorida vaqti bilan nima o'zgartirishlar kiritib borildi qator yillar davomida. Ayniqsa bu keyingi yillarda juda tezlashib ketdi. Hattoki bitta o'zgarish kiritilganligini bilmay qolasizda, keyin qaraysiz, u joyda o'zgartirish kiritilgan qaysidir bir chisloda. Uni siz bexabarsiz va tartib bo'yicha, amaldagi tartib bo'yicha faoliyat olib borayotganingizda, ayniqsa universitetlarda, ilmiy tadqiqot institutlarida, doktorantlar nimasida, keyin birdaniga qaraysizki, 304-sonli qarorda allaqachon o'zgarishlar qo'yilgan ekan. Ma'lum bir yengilliklar berilgan yoki ma'lum bir aksincha talablar kuchaytirilgan. Bundan bexabar qolasiz. Shuning uchun men aytmoqchimanki, demak bu o'sha oldingi tartiblarnidagi kamchiliklar bo'lganda, shu tartiblarni hozirda mana shu prezident farmoni doirasida yangi ishlab chiqilishi kerak nizom yana qaytadan va o'sha ochiq qolgan savollarni albatta batafsil ochib, ipidan ignasigacha ko'rib chiqib, imkon darajasida, endi albatta 100% optimal, ya'ni eng samarali ishlaydigan yaratib bo'lmaydi. Shuning uchun imkon darajasida harakat qilish kerakki, ana shu ochiq qolgan savollarni yopishga. Endi siz aytayotgan masala menimcha o'sha ochiq qolgan savol bo'lgan va ana shu savolni yopish uchun bu yerda shu narsa keltirib o'tilgan bo'lsa kerak deb o'ylayman men nazarimda.
Shunaqa bo'lsa, lekin qo'llab-quvvatlagan bo'lardim. Agar sertifikati borlarga nisbatan deyilgan bo'lsa, unda muammo bo'lmaydi. Ha, albatta. Mana avtoreferat masalasiga to'xtaldik, to'g'rimi? Avtoreferat, albatta, avtoreferat, manimcha avtoreferat to'liq inkor etilmayapti bu yerda. Iye, Avtoreferat bilamizki, sababi dissertatsiya ham to'liq hech hamma odamni qo'liga yetib bormaydi. Dissertatsiya ma'lum bir nusxada chop etiladi va ma'lum bir joylarga tarqatiladi. Undan keyin asosan avtoreferatdan xabar olinadi hamma izlanuvchilar yoki umuman ilm ahli. Demak, bu yerda men nazarimda chop etishgina nazarda tutilyapti, chop etishgina amalga oshirilmaydi. Ya'ni qog'oz nusxada chop etilmaydi, balki elektron nusxada bu narsa qilinadi. lekin u bo'lmabdi-da. Nimaga? Sababi aytaylik, menimcha xorijiy tajribada ham bu narsa bor. Dissertatsiyaning qisqacha mazmuni qaysidir bir taqdimnomada yoki shunga o'xshash bir hujjat ko'rinishida taqdim etiladi. Ya'ni qisqacha mazmuni. Shunda deyarli hamma o'sha ilmiy tadqiqotchilar xohlagani o'sha ish bilan tanishib olishi mumkin bo'ladi. Agar chuqurroq kirmoqchi bo'lsa, unda dissertatsiyaga murojaat qilishi mumkin bo'ladi degan ma'noda demoqchiman. Endi to'g'ri, ba'zi bir xorijiy jurnal, xorijiy tajribada faqatgina maqolalarni o'zi bilan himoya qilish bor. Ya'ni ilmiy maqolalar chop etiladi va ana shu maqolalar bir to'plam shakliga keltirilib, mana bunda buni aytganman, buni bunda aytganman, sistematik, ya'ni tizimli ravishda ko'rsatib, oxirida mana shu bitta umumiy chop ettirgan maqolalarim nimasida, demak, bazasida men mana shu g'oyani ilgari suryapman. Mani demak, gipotezam shunaqa. Mana shu gipotezani oldinga surib, ilmiy g'oyani olib chiqdim va yechimi mana bunaqa bo'ldi degan ma'noda shu maqolalarni to'plamini ko'rsatish mumkin edi. Va mumkin. Shuning uchun demak, men avtoreferatni bir tomondan yo'qotilishi, ya'ni butunlay avtoreferat chop etilmay, avtoreferat ham yo'q etilishiga misol uchun men qarshiman. Sababi avtoreferat albatta bu o'sha ilmiy tadqiqotning yuzi hisoblanishi kerak, qandaydir bir ma'noda kichik, ya'ni qisqacha mazmuni keltirilishi kerak deb hisoblayman-da. Nodir aka, shu gapingizga bir gapingiz bo'lmadimi? Yo'q, bemalol. Boya hozir aytdingiz, chet ellarda, ayniqsa Yevropalarda dissertatsiya yozilishda turlari mavjudda. Shu turlardan, ya'ni tipik misolim menman-da. Hozir aytib o'tdingizku, o'sha 3 ta maqolani bir-biriga tikib dissertatsiya yozganman. Ya'ni Germaniyada shu an'anaviy dissertatsiya yozish usuli ham mavjud aka. Xuddi biz qanday yozamiz, ularda ham shu 100 dan ortiq atrofida dissertatsiya yoziladi. Lekin o'sha an'anaviy dissertatsiya yozish uslubi manaqa samarali emas deb hisoblanadi. Bor Germaniyada hattoki maqola chop etmasdan ham dissertatsiya yozish mumkin. Samarali emas deganda shundaki samarali qanaqa bo'ladi? Samarali inglizchasiga comprehensive deydi, keyin cumulative va non cumulative dissertation deydi. Cumulative'da o'sha kumulyatsiya qilinadi, maqolalar, 3 ta maqolalarni bir-biriga PDFlarini o'sha bordga tikib, umumiy kirish so'zi va umumiy muhokama yoziladi. Va o'sha uni o'zi ham aslida ayrimlari maqolaning manuskriptini kiritadi-da. Kiritgan taqdirda ham o'zi maqolani o'zi bir 300-400 varaqqa borib qoladi. O'sha uchun ular nima qiladi? Chop etilgan maqolani oladi-da, shuni o'zini PDF-ini rasm qo'yib qo'yadi. Chunki PDF-da shriftlar kichkina bo'ladi-ku. Ya'ni o'zi aslida o'zi juda to'g'ri narsa. Yevropada ham misol uchun dissertatsiyada aytmoqchi bo'lgan narsalarning hammasini chiroyli qilib maqolaga aytib bo'lgansan. Nima qilasan, uni qaytarib deyishadi-da. Vaqtingni, sarmoyangni kiritib, anavini kiritib deydi. Shuning uchun biz shunday qilganmiz. Ya'ni cumulative deyiladi. Bu samarali hisoblanadi va ilmiy rahbarlar shogirdlarini cumulative dissertatsiya yozishini
undashadi, shunaqa qilib yozgan. Ya'niki kollektivini oldida yuzi yorug' bo'ladi. Qarang, o'shalar o'ylaydi ularda. Bu bir. Hmm. Ikkinchisi avtoreferat. Avtoreferat ham bunday yo'lga qarasak o'zi abstrakt degani. Bizda ancha Hmm. keng yozilgan abstrakt hisoblanadi. U Hmm. bu borada Nodir aka balki siz kerak deb o'ylayotgandirsiz. Men masalan buni boshqacha o'ylayman. Ya'ni o'zi maqolalarda siz men chop etgan maqolalarni ko'ravergan, o'sha yerda abstraktlar ham bor. Kerak emas deydi. Lekin shunday bo'lsa-da, Germaniyada abstrakt avtoreferat o'rniga tezin degan narsasini chiqaradi. Ya'ni maqolada, dissertatsiyangizda aytmoqchi bo'lgan eng muhim va take home message deydi-ku, eng muhim bo'lgan xulosalarni bir 2-3 varaq yozib chiqasiz. Taxminan men 1,5 varaq yozganman. Shu dissertatsiya avtoreferat hisoblanadi. Shuni a'zolarga tarqatib chiqiladi-da, shunaqa. Ular ko'radi, misol uchun men raketani dvigatelini nima edi, suyuq va qattiq yoqilg'ida ishlaydigan variantini yaratganman, misol uchun. Va o'shanga bir moddani kiritganman, u effektivlik yuqori bo'lgan degan so'zni kiritib qo'yasiz. Ya'ni juda boshqa ko'p xulosalar yoziladi. Shu tezin avtoreferat o'rniga o'tar ekan. O'shanda shuni bilganman. Ularda shu narsa avtoreferat o'tar ekanda. Qo'shimchasiga shu edi aka. Bizda ham shuni joriy etish kerak deb o'ylayman. Maqolani Tushunarli, qilsa, endi man baribir haqiqat bahslarda tug'iladi deydi-ku. Sizni fikringizga manda fikr bor. Masalan, menga sizni ishingiz qiziq, misol uchun. Siz nima bilan shug'ullangansiz? Nima bilan sizni asosiy gipotezangiz nima bo'lgan? Nima g'oyani ilgari surib chiqdingiz va nima yechim topdingiz? Mana shuni va sizning ishingizdan nima xulosa olishim mumkin degan ma'noda agar men sizning ishingizga qiziqadigan bo'lsam, albatta sizni maqolalaringizni qidirishim kerak bo'ladi. Ya'ni meni qo'limda nimangiz yo'q, avtoreferatingiz yo'q, dissertatsiyangiz yo'q. Demak, men o'sha qator maqolalaringizni qidirib topishim kerakda, ularni o'zaro bog'liqligini ko'rib chiqishim kerak bo'ladi. Misol uchun, u degani siz balkim bitta dissertatsiya davomida, ya'ni bitta ilmiy tadqiqot davomida bir nechta sohalarda ham nima olib borgan bo'lishingiz ham mumkin-da. Ya'ni sizni aynan shu himoya qilgan ishingizga doir bo'lmagan tadqiqotdan olib borgan bo'lishingiz ham mumkin. Qanaqadir maqolalar chiqargandirsiz boshqa jurnallarda. Shu narsalar meni chalg'itadi. Keyin menga agar abstrakt ko'rinishida ishingizni to'plami kelib tushsa, aytaylik 20 bet holatida, u yerda metodlar ham keltirilgan, aytaylik o'sha ilmiy ishning yangiligi va sizni chegarangiz, mana shu nima dissertatsiya ishingizni qamrovi jihatida chegarangizni ko'rsatib bersa, menga tushunarli bo'ladi. Va undan tashqariga chiqmayman. Va o'sha joyni o'zida silka berilgan sizning maqolalaringizga mana kengaytirilgan holatda xohlagan menga o'qib olaver. Mana shu maqolamda mana bu joy berilgan, bunda joy berilgan. O'shanda men demak boshqa sizni nima ishlaringizga e'tibor bermayman-da. Ya'ni meni chalg'itmaydi demoqchiman. Bu jihatini meni o'ylantiradi. Shu Nodir aka, siz to'g'ri aytyapsiz. Masalan, aslida boya aytganimdek, hamma narsani statistikaga bog'lash kerakda. Statistikada shundaki, avtoreferat, ya'ni shunaqa so'rov o'tkazish kerak. Biz masalan shogirdlar chiqaradigan avtoreferat 50 ga yaqin avtoreferatni tarqatadi-ku. Shu tarqatilganda shu avtoreferat bo'yicha zaпрос qilib kelganlar, odamlar qiziqib kelganlar xodim qancha? U qolib ketadi, o'qilmasdan qolib ketadi, nima bo'ladi? Shundan kelib chiqish kerak. Haqiqatan ham hech kim so'ramasgan, faqat bibliotekada yotibdi, changga bosib yotibdi desa, avtoreferat yozish shart emas. Uni onlayn versiyasini yaratib qo'yish kerak. Onlayn versiyasini. Shu boyagi asosiy onlayn qilish kerakda. Keyin eng muhimi masalan 1-2 varaqli asosiy ma'lumotlarni kiritiladigan va o'sha qaysi maqolalar chop etgan bo'lsa, o'sha maqolalardan dissertatsiya yozgan bo'lsa, o'shani onlayn versiyasini kiritish kerak. Ko'rgan silkasini bosib borsa, odam kirib, masalan, palonchiyev mana shunaqa maqolasi chop etgan ekan, shu dissertatsiya kiritilgan ekan deb bossa, linkga kirib ketaversan. Ya'ni ko'ryapsizmi? Avtoreferatni umuman yo'q qilish haqida emas, uni hajmi to'g'risida gaplashyapmiz biz hozir.
Ha, to'g'ri, shu tizimga olib kelyapmanda, ya'ni qisqa qilib linkda ikkita masalan bor yo'g'i olimlar, O'zbekistonda olimlar chop etadigan maqolalari asosiy o'sha eng zo'r maqolalarni masalan Scopus'da chop etadi. Masalan bitta ikkita. Shunga ssilka berib qo'ysam, profilni vaqtda saytida chiqsa, palonchi himoya anavi qildi, o'sha ikkita maqolasi anavi chiqarilgan. boshidagi kirishdan tortib toki asosiy qismgacha bo'lgan shablon bor-ku. Mhm. Haligi olib turib trafaret ko'rinishida olib kelib taqatib qo'ysangiz, любой tadqiqotchini nimasi tushadi, mos tushadi. Haligi boshlanishi O'zbekistonda deb boshlanib, oxiri falondaqa deb turib masalan tugatiladi yoki xorijda deb boshlanishi kerak. Ikkinchi abzats, uchinchi abzatsni bugungi kundagi va hokazo olib borilayotgan izlanishlar natijasida bu haligi qism siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, bu suv qism hisoblanib qoladi qanaqadir. Shunday. Biz aytamiz, haligi va'da deyiladi-ku, shunaqa bo'lib qolishi kerak emasda, ularni olib tashlash kerak, siz aytmoqchi. Haligi mayli 1,5 bet bo'ladimi, 2 bet bo'ladimi, 3 bet bo'ladimi, o'sha joyda haqiqat keltirilsin. Men ham qarshi emasman. Boya bilasizmi, hozir misol uchun himoya qilayotganda vaqti talabidan borku, masalan 12 ta maqola chiqarilgan bo'lsa, doktorlarga, PhD'lar uchun 6 ta maqola, shunda talabnomami shunaqa taqdimnoma qilinadi. Bir adashma 2-3 varaqmi, shunaqa holatda qilgan ham ma'qulroq aslida. Fikringlar qo'llab-quvvatlab o'tiribsizlar akalar. Marhamat. Ba'zi rozi emasman fikringlarga sizlarni. Marhamat. Nodir aka, siz nafaqat Germaniyaga bir necha marta borib kelgansiz, Xitoyga ham bir necha marta borib kelgansiz, Yaponiyada ham 2 marta bo'lgansiz adashmasam. Endi Yaponiya bilan Xitoyni nimasini ham bir eslaylik-da shartda. Xitoy misolida masalan Tohir aka PhD himoyasini qilmoqchi bo'lgan odam dissertatsiyasini elektron variantini professorini shogirdidan va professoridan o'tkazib olgandan keyin shu institutini yo universitetini plagiatga qarshi tizimiga tekshiradi. Uni tekshirib olgandan keyin pechat variantini, ya'ni ikkita pechat qiladi. Butun Xitoy bo'ylab ikkita nima tayinlashadi ularga. Nima deymiz? Reviewer, taqrizchi, himoyada qatnashadigan taqrizchi. Haligi ikkita himoyada qatnashadigan taqrizchiga elektron varianti ketdi, ya'ni chop qilingan varianti ketdi, olib keladi himoyaga chizib, haligi himoyadan keyin ularni nimasidan kelib chiqib yoki himoyadan oldin ham masalan ertaroq yuborishi ham mumkin. Shundan kelib chiqib ikkita tor sohani mutaxassisinigina fikriga asoslanib kerakli o'zgarishni qiladi. U endi konkret ishlaydi. Bizda ham shunaqa, Germaniyada ham shunday. Endi bitta masala borda, men ikkalanglar fikringlarga qarshi emasmanda, baribir shu postsovet ta'lim falsafasidagi fikrlardan sal qutulsak bizga yaxshiroq bo'lsa kerak degan bir g'oya borda. Qisqa varianti bo'lsa biz uchun foydali bo'lar Nodir aka. Lekin men o'zimni himoya qilgan paytimdagi nimani eslayman. Pechat 70 ta pechat qilib direktorga qo'l qo'ydir, undan oldin nimaga qo'l qo'ydir, 3 ta odamga qo'l qo'ydir, 70 ta yo'q 20 tasiga pechat bostir, tarqat, Moskvadagi kutubxonaga jo'nat, Belarusdagi kutubxonaga jo'nat, Toshkentdagi kutubxonaga jo'nat, 12 ta viloyatga jo'nat, Ozarbayjonga jo'nat. Bu bullshit deydi-ku inglizchadan, bilmayman nima bo'ladi o'zbekchasi, ahmoqgarchilikda. Moskvadagi kimdir o'qish ehtimoli borligi uchun bechara himoyaga chiqayotgan 1000 ta tashvishi bor odam endi haligini pechat qilib oti nima glafpochtamga borib haligini jo'natganligi haqida nimani olib kelsinda bunga ko'rsatsin, ha bu jo'natibdi. Aka, endi bu keragi yo'q narsada. O'shani o'rniga yo'q, Akmaljon, hech kim bu yerda kerak. Fikrim tugatib olay, Nodir aka. Fikrim tugatib olay. Shuni o'rniga Nodir aka, mana kimdir ishiga qiziqishi mumkin deyapsiz-ku, o'sha ishiga qiziqishi mumkin bo'lgan odamni xohishini
himoyaga chiqayotgan odam uchun qo'shimcha topshiriq sifatida kriteriya qilib qo'yilmasligi kerakda, Nodir aka. Chunki uni ishi shundoq ham ko'p. Shuni o'rniga himoyada 15 ta odam ham, kengashda 15 ta odam ham qatnashmasin. 2 ta yoki 3 ta odam qatnashsinda, haligi 3 ta odam tor sohani odami bo'lsin. Biargankada misol uchun men drug delivery bo'yicha chiqyapman. Nima uchun meni ishimga misol uchun o'simlik biokimigi misol uchun Biargankada bor. U misol uchun fikr bildirish kerak. Misol uchun ekstraktlar bo'yicha bitta mutaxassis bo'lgan odam, fizkimik ovoz berish kerak. Ya'ni demoqchi bo'lganim, kimgadir tushunarli bo'lsin degan narsani qo'shimcha topshiriq sifatida qilmaganimiz ma'qul. Ya'ni qoidadan tashqari bo'lsa, Nodir aka, bu ertaga shu prezident farmonidagi haligi qism misol uchun avtoreferat bo'lmasin degan narsa haqiqatdan amalda ishlasada va aytaylik qaysidir sovet shuni ozgina 2-3 varaq alohida qog'oz qilib qo'ying desa, u shundoq ham bo'lib ketaveradigan narsada. Lekin Nodir aka, oldingi avtoreferatga qo'yilgan talab O'zbekistonda bu odam shug'ullangan, SNGda bu odam shug'ullangan, xorijda bu odam shug'ullangan. Endi kerak emas. Qo'lyozma huquqida deb yozib qo'yilganda yana ana shablon qilib beradi. Qancha bunaqa nimalarimiz ko'pda, paradoks, o'zimiz inkor qilaveramiz. Shu edi fikrim. Men bu fikringizni boshqacha tushunyapman. Qarang, ilmiy tadqiqot o'zi nima uchun qilinadi? Savol. Ilmiy tadqiqotni qilishdan maqsad siz bir muammo borligini ko'ryapsiz va shu muammoni yechib beryapsiz, to'g'rimi? Albatta. Shu muammoni yechib beryapsiz-da, endi bu muammoga murojaat qilmanglar demoqchisiz. Bo'ldi, men bu muammoni yechdim. Tor soha deyapman-da. Tor sohani odam. Shu tor soha bo'lsa ham-da, tor soha bo'lsa ham, demak, mana shu joyiga men o'zimni fikrimni berdim. Bu joyga qaytib murojaat qilmanglar, sababi mana bu joyga bundoq ketsangiz, mana bunda xato bo'lar ekan, mana bu joyga borsangiz, bunaqa xato bo'lar ekan, mana bu yo'ldan yursangiz to'g'ri ekan degan ma'noda siz yechim berasiz, to'g'rimi? Endi sizdan keyingi keladigan tadqiqotchi agar sizni ishingizdan bexabar bo'lsa, ya'ni siz kompleks yondashyapsiz u yerda. Bitta maqola nimasida emas, doirasida emas. 3 ta, 4 ta, 5 ta maqola doirasida siz yondashyapsiz va nyuanslarni ko'rsatib beryapsiz halgini. Mana bu joyda xato bo'lar ekan, bu joyda xato bo'lmasa ekan, mana bu eng optimal ekan. Shu narsani demak sizni umumiy xulosangizmi, sizni bitta umumiy tadqiqotingizni natijasida, shuni siz ko'rsatyapsiz. Endi men sizdan keyingi tadqiqotchiman. Men qayerdan bilamanki siz qanaqa maqolalarni chop ettirgansiz? Qaysi maqolalaringizni men topa oldim? Va shundan xulosa qila oldimki, siz umumiy nima xulosaga kelganligingizni bilishim uchun. Va shuni natijasida men siz qo'ygan xatoga, yo'l qo'ygan xatoga men ham yo'l qo'yishim mumkin. Va yana o'sha ishni takrorlashim mumkin. Shuning uchun men aytmoqchimanki, siz umumiy o'sha o'zingizni gipotezangizni haqiqiy ekanmi, yechimi va hokazo shuni ko'rsata olgan bo'lsangiz, demak, men undan xulosa qilaman deb bo'ldi. Demak, Akmaljon mana bu ishni qilgan ekanlar, demak, mana bunaqa xatoliklar bo'lgan ekan yoki mana bu samarali ekan, bo'ldi, men uni dalchi davom ettirib ketaman. Keyingi rivojlantirish bo'yicha ketishim mumkin-da. Bu menga sizni fundament bo'lib beradi siz ishingiz. Shunga oyoq qo'yaman bemalol, qo'rqmasdan. Endi agar bitta maqolangizni topa olmay qolsam, men unda halgi joyda ko'rmay qolib, halgi xatoni qilib qo'yishim mumkin. Shu jihatdan olganda sizni ishlaringizni umumiy hozir Tohirjon aytgandek 1,5 betlik, 2 betlik, 3 betlik nimasi menga zarur. Halgi silkalar keltirilgan. Mana sen mana buni o'qi, buni o'qi, buni o'qi. Mana bu joyda mana bunaqa xulosaga keldim. Buni sintez qilishning yo'li mana bunaqa ekan, eng optimali. U mana bunaqa fizik kimyoviy xossaga ega ekan va mana bunaqa biologik faollik ko'rsatar ekan deb aytildi. Shuni demak silkalar bo'yicha ko'rib chiqdimda, o'zimga xulosa qildim. Bo'ldi. Endi men siz aytgandek bilmasam, siz maqolalarni chop ettirib qo'yavergan bo'lsangiz-u, siz aytsangiz, mana men himoya qildim. 3 ta 4 ta kishi bilsa uni. Ular mutaxassis, ular uchun kerak emas. Menimcha
haligi taqrizchi, opponent uchun sizni ishingizni nimasi kerak emas ko'pincha. Qolgan sizdan keyingi tadqiqotchilarga kerak sizni ishingiz aka, natijasi. man aytmoqchi bo'lganim ham shuda, Nodir aka, mandan keyingi tadqiqotchilar bitta mani ishimga bog'lanib qolishi ham borda. Undan ko'ra ingliz tilidagi boshqa davlatda qilingan ishlarni o'qigani manfaatliroqda, Nodir aka. Xo'p, boshqa nimadagi davlatdagi tadqiqotlar ham xuddi sizga o'xshagan aytganingizdek nimalardan iborat bo'lib qolsa-chi? Qism-qismdan iborat maqolalardan iborat bo'lib qolsa-chi? Endi shu yerda o'shani misol uchun Xitoyda bor amaliyot intensive reading va extensive readingni kafedralarda, laboratoriyalarda joriy qilish kerak. Ha, hozir to'g'ri aytyapsiz. Mutlaq qo'shilaman fikringizga. Shunaqa holatga kelib qolmaslik uchun endi laboratoriyalar ichida haftalik o'sha maqolalarni tahlil qilish amaliyotini joriy qilinsa, shunda misol uchun bunaqa nimalarga zarurat qolmaydida. Ya'ni PhD ga kirayotgan bolalarga, magistraturada o'qiyotganlarga maqolalarni o'qishni tahlil qilish o'rgatilsa, kimlargadir bog'liqlik jihatini ancha pasaytirgan bo'lamiz. Hozir men idealga yaqin o'ylayapman, bu amalga oshirishi qiyin, bilaman. Sizlarni olg'a surayotgan fikringlar misol uchun haqiqatga yaqinroq. Baribir kelajakda misol uchun bu nimadan qutulsak foydasi ko'proq bo'ladi deb o'ylayman-da men. Endi men bilishimcha avtoreferat butunlay inkor etilmayapti. Ya'ni avtoreferatni chiqarish butunlay inkor etilmayapti, faqatgina uni bosma nusxasi chiqarilishi, siz aytgandek nechta nusxada, 70 ta nusxada chop ettirib keyin uni tasdiqlatib nimaga jo'natish, xorijga jo'natish va hokazolar. Bu yerda faqatgina bosma shakli yo'qotilishi haqidagi gap bor bu yerda, nazarimda. Men shunday deb tushunyapman. Avtoreferatni qisqartirilgan versiyasi bo'lishi mumkin. Bu endi yangi ishlab chiqiladigan talablarga bog'liq. Ya'ni shu 304 deb aytamiz-ku, 304-chi o'sha Vazirlar Mahkamasining 304-chi qaroriga nima bo'ladigan, ya'ni bir o'shani ikkinchi bir varianti bo'ladigan nizomga bog'liq hozir. Chiqsa, o'shanda ma'lum bo'ladi qanchalik darajada to'g'ri. Endi men bilan hozir biz sizlar bilan muhokama qilgan qismimizga e'tibor berilishi kerak. Menimcha, unaqa podrobni haligi aytganimizdek suv yoki umuman keraksiz, nokerak jumlalarni qo'llab bu yerda qandaydir bir to'g'risini aytaman, siyosiy masalalarga yondashib, o'zi aslida ilmiy tadqiqot bu siyosatdan nima bo'lishi kerak, uzoq bo'lishi, xoli bo'lishi kerak. Shu xoli narsani siyosatga burib uni har xil chegaralash yoki cheklash yoki qo'shimcha bezash bu kerak emas. Endi shu 98-chi anaqani qarori, farmonda ilmiy rahbarlik bo'yicha bir fikrlaringizni bilmoqchi edim. To'g'ri, boya gaplashdik. Fikrlar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni kim vaqtida shogird himoya qilsa 40, ya'ni Kirsh indeksi bo'lgan rahbarning Kirsh indeksi 5 dan pastiga 40 barobar bir martalik pul beriladi. Bu pul taxminan mukofotlash atrofida degani bo'lyapti. Ya'ni bu pul degani hozirgi kunda boya yana o'sha raqamlarga e'tibor qaratmoqchiman-da. Bu 50 million atrofida bo'lar ekan. Endi 80, agar 80% Kirsh indeksi, ilmiy rahbarlik Kirsh indeksi 5% dan yuqori bo'lsa, uni 101 million bo'lar ekan. Biz bunga albatta zamiz, juda quvonarli holat. Lekin degan tangani boshqa tomoni ham bor-da. Bu qarorda balki bir iqtisod qilish barobarida qo'llanilgan bo'lishi ham mumkin. Sababi endi siyosiy tomonga aralashmayman. Ya'ni hozirgi tizimda oladigan bo'lsak 3 yil davomida 72 million pul to'lanar ekan. Ya'ni har oyda oyma-oy to'lanadigan bitta rahbarga to'lanadigan summa shu ekan. Endi savol tug'iladi. Ma'lumki, ko'p institutlarda sharoitda ham yaxshi emas, yoki yaxshi bu fakt. Ya'ni shogird
shu paytgacha men bilmayman, ya'ni tabiiy fanlarda yoki hattoki matematikada ham shunaqadir, fizika, kimyoviy, tabiiy aniq fanlarda shogirdlarni 3 yilda chiqishi juda qiyin. Hattoki Yevropalarda ham chiqmaydi-da. Juda men bilganim aytaman, kamida 4 yilda chiqishadi. Kamida-da. sifatli Ya'ni sifatli bilgisi, agar yo'q tanish bilish qilib boyagi ilmiy kengash aytganingizni qiladigan bo'lsa 2 yilda chiqarib olishimiz mumkin. Boya aytadi-ku, bu sut, bu sigir qancha sut beradi desa, o'zi 12 litr. Uni 40 litr qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. 50 qilsa suvga aylanib ketadi degandayda. Ya'niki shunda bo'lyaptiki, yoki endi tasavvur qilamiz. Mana shogird demak olinadi. 3 yilda xudo xolasa men shu shogirdni chiqarishga harakat qilaman deydi. U vaqtida sharoit bo'lmaganligi uchun, boshqa bo'lmaganligi uchun yoki tajribani to'g'ri qo'ya olmaganligi uchun, xulosani to'g'ri yoza olmagani uchun, eng muhimi maqolani vaqtida yoza olmaganligi uchun 3 yildan oshib ketadi. Demak, rahbarlik qilgan davr ilmiy rahbar uchun stimul bermaydi demoqchiman. Ya'ni shunda olimlarda shunaqa bir tushuncha keladi. Yaxshisi men olmaganim yaxshi ekan, ilmiy rahbar deydi. Chunki ko'zim yetmaydi, 3 yilda bu bolaning chiqib ketishiga men ko'zim yetmaydi dedi. Aksariyat, ya'ni O'zbekistonda universitet bitirib kelgan bolalarni, talabalarni biz bilamiz. Endi bu statistika ko'rsatyaptiki, nima deydi, ilmiy tomondan toza anaqa qilinmagan, nima deydi, vajohati bor bo'lgan bolalar yo'q emasda. Ya'ni mana shunga misol uchun yilda qilib beraman demaydi. Balki tanish bilishlik bilan, pul otishlik bilan endi qilishi mumkindir. Endi qila olish mumkin. Endi unda rahbarlar bo'lishi kerak. Masalan, ko'p rahbarlar misol uchun bu narsaga qarshi turadi. Endi shunda savol tug'iladi, xo'sh, ilmiy rahbarlik stimuli qayerga yo'qoladi? Yoki hozir borilgan tizimdagi to'lanish kerak bo'lgan doktorantlarga to'langan ilmiy rahbarlik summasi shu orqali iqtisod qilib boyalarning doktorantlar stipendiyasi ko'tarilyaptimi shu ilmiy rahbarlik pulning hisobigami degan bir bu ham bir naqa narsada. Ya'ni uni bu yoqqa aylantirib qo'ydik, buni aylantirib qo'ydik, lekin faktik summa o'zgarmadi yoki kamaydi degan narsa bo'lyapti-da. Uni iqtisodiy tomonlarga qaramayman, lekin bu narsa chiqarilganda u shunday manfaatli bo'lishi kerakki, O'zbekiston ilm fanni rivojlantiradigan, o'shanga olib boradigan bir qaror bo'lishi kerak deb o'ylayman-da. Men tanqid qilmoqchi emasman, lekin u xohlaymizmi yo'qmi, ilmiy xodimlarda shunaqa tushuncha bo'ladi. Men demak bu yil ilmiy shogird olmayman degan tushuncha bo'ladi. Shunaqa tomonlari ham bor. Endi oliy ta'lim vazirligi, oliy ta'limda misol uchun rahbarlik ko'proq o'sha shogirdiga dars o'tish orqali soat ajratiladi va o'sha orqali to'lab boriladi-da. Lekin Fanlar akademiyasida bunaqa narsa yo'q. Bu tizim yo'q. Shunda Fanlar akademiyasi qanday holatga tushadi ilmiy rahbarlari? Shu tomonni ham bir boshqatdan bir o'ylab ko'rish kerakmi deyman. To'g'ri aytasiz, chunki bitta narsa borda, siz aytgandek ko'p narsalar ochiq qolgan joylari bor, buni inkor etish kerak emas. Misol uchun haqiqatdan ham rag'batlantirish, bir martalik rag'batlantirish haqida gap ketyapti. Bu degani davomiy emasdi. Ya'ni tadqiqotchi kirdi, doktorant kirdi o'qishga, shundan 3 yil davomida unga rahbar bevosita javobgar. Bu hozir farmonda qaraydigan bo'lsak, hattoki rahbarni agar vaqtida himoya qilmasa, unga nisbatan chora ko'rish to'g'risida ham nimalar bor. Ya'ni fikrlar bor bu yerda. Bu degani ertaga u qora ro'yxatga tushib qolishi ham mumkin rahbar. Albatta. Unga rahbarlik uchun ertaga imkon berilmasligi ham mumkin. Shunda u cho'chib qolganligidan 3 yilda hozirni o'zida yo'q shu proses bor. Ya'ni oliy ta'lim muassasalarida ham 3 yilda himoya qila olarmikin yoki yo'qmikin degan qo'rquv bo'lib turadi o'zini shogird to'g'risida. Chunki birinchidan hech kim garantiya bera olmaydi. U ertaga
oilasida muammo bo'ladi, ijtimoiy muammosi bo'ladi, iqtisodiy muammosi bo'ladi va hokazo muammolar bo'ladi. Bu kutilmagan vaziyatlar. Mana shu kutilmagan vaziyatlar oqibatida shogird vaqtida aytilgan nimalarni bajarmasligi mumkin, bajara olmasligi mumkin va oqibatda himoya vaqtida kechikadi va buning natijasida rahbar ham aziyat chekadi. Endi rag'batlantirishga berilgandan keyin bir martalik rag'batlantirish berilyaptimi? Ha, berilyapti. Bu doktorantlar uchun. Va yana aytilganki, stajyor tadqiqotchi agar doktoranturaga kirgan bo'lsa, unga ham shunaqa rag'batlantirish beriladi. Xo'p, mustaqil izlanuvchi-chi? Mustaqil izlanuvchilar mustaqil izlanuvchiga endi Nodir aka, mustaqil izlanuvchiga oldin ham o'zi pul to'lamas adashmasam rahbarlik. yo'q, to'lanadi. Sababi Bizda to'lanmaydi. Fanlar akademiyasida to'lanmaydi u narsa. mana qarang. Men nima uchun ekanligini tushuntirib beraman bu muammoni. Bu yerda Vazirlar Mahkamasining 304-sonli qarorida bu masala qat'iy aytib ketilmagan. Ya'ni rahbarga mana shuncha soat yoki 100 soat nimaligida barobarida pul bilan moddiy anaqa moliyalashtirilsin deb aytilmaganda soat ko'rsatilgan, lekin manbasi keltirilayotgan paytda tashkilotning moliyaviy holatidan kelib chiqib deb ketilgan. Shuni oqibatida qaysidir bir tashkilot aytadi, moliyaviy nimamiz, holatimiz chatoq, shuning uchun biz bera olmaymiz degan vajni ko'rsatadi. Uni oqibatida rahbarlar nima qiladi? Mayli, o'sha rahbarlik unga aytaylik bir ilmiy unvon uchun yoki bir boshqa bir holatda, masalan 10-30 uchun balkim kerak bo'ladida, shuni oqibatida unga rahbarlik qilib turibdi. Lekin moddiy rag'batlantirish bo'lmagan joyda sifat ham bo'lmaydi. Ya'ni rag'batlantirish bo'lmagandan keyin sifat ham bo'lmaydi. Shuni oqibatida rahbar nomigagina rahbarlik qilib qo'yishi ham mumkin. Masalan, endi himoya qilib qoladi degan ma'noda. Endi mustaqil izlanuvchiga kelganda doktorant ishlab chiqarishdan ajralgan holatda u stipendiya olyapti. Hozir siz hisob kitob qilib berdingiz. U stipendiya olyapti va 3 yil davomida moliyalashtirishga ega. Rahbar unga rahbarlik qilayotganda qiyinchilik sezmaydi. Nimaga? U doimiy ish bilan go'yoki mashg'ul, puli tayyor, ishlab yotibdi, ilmiy natija bo'lishi mumkin. Bunga endi ishonch bor. Lekin mustaqil izlanuvchi u ishdan ajralmagan holatda qo'shimcha ilmiy tadqiqot olib boryapti. U ham 3 yilda himoya qilish kerak, doktorant ham 3 yilda himoya qilish kerak. Moliyalashtirish bir xil. Moliyalashtirish bittasida bor, ikkinchisida yo'q. Endi mustaqil izlanuvchiga rahbar bo'layotgan odamda risk bor. U ertaga moliyaviy qiyinchilikka duch kelib qolgan tadqiqotchi ishni tashab qo'yib, ma'lum bir vaqt o'zini iqtisodiy muammolar bilan band bo'lib yurishi mumkin. Va buning natijasida cho'zilib ketadi. Demak, unda olib qarasa mustaqil izlanuvchiga umuman anaqa qolmayapti. Rag'batlantirish qolmayapti. Siz aytganingizdek, tashkilotni moliyaviy holatdan kelib chiqadigan bo'lsa, albatta hamma tashkilot pulni tejashga harakat qiladi. Nodir aka, mana shu yerda bir siz xabaringiz bormi? Balki mencha bo'lsa kerak albatta. Innovatsiya vazirligi, rivojlanish vazirligi bo'lgan paytida bir qaror chiqarilgandi. Ilmiy rahbarlar agar shogirdlari oldindan himoya qilinsa, to'lanmay qolgan stipendiyalari shogird bilan ilmiy rahbarga teng taqsimlarmidi, nimadir bor edi-da shu yerda. Shunaqa bor edi. Shunaqa narsa bo'ldiki, endi O'zbekiston biz endi xohlaymizmi yo'qmi, baribir nima deydi, o'zbek mentalitetidan kelib chiqamiz-da. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, bu biznesga aylanib ketib qolish ehtimoli bo'lib qoldi-da. Bo'ldi endi даже. Shunaqa bo'ldiki, ya'ni keyin qanday bo'ladi? Ilmiy kengashlarga, boshqalarga shuncha pulni beraman, sen chiqarib bergan, boshqa narsa bo'ldi. Bu ilmiy kengash raisiga ham to'g'ri keldi. Nafsga o'chiroqligi bor-da, masalan. Bu ham endi xuddi shu mana shu narsa ham hozirgi biznesga o'xshab aylanib ketib qoladi-da. Ya'ni ilmiy rahbarlar shogird oladi, tezroq uni himoya chiqarish uchun
ilmiy kengashdagi a'zolariga yoki rais o'ziga aytganini qiladigan ilmiy kengash a'zolarini saylashni boshlayveradida. Bu biznesga aylanib ketadi. Biznesga aylanib ketgandan keyin nima bo'ladi? Ya'ni biz bu qaror orqali ilmimiz o'zbek ilmi fani yanada pastga boraveradi. Ya'ni bizneslashtirish kerak emas. To'ppa-to'g'ri. Bu Bizneslashtirish kerak emas deb o'ylayman. shogird biznes tizimiga aylanib qolish kerak emasda. Ana shu biznes, bu biznesga zamin yaratib qo'ydi-da. Poraxo'rlikka zamin yaratadi. Buni to'g'ri ochiq aytishimiz kerak. Yaxshisi, eng yaxshi fikr aslida ilmiy olamida shogird ilmiyga doktorantura kirdimi, u birinchi navbatda ilmiy rahbari yoki o'sha muassasa yoki fanlar akademiyasi yoki oliy ta'lim vazirligi chiqarayotgan shogirdni yaxshi maqola chiqarish kerak. Eng yaxshi nufuzli jurnallarda. Chunki ilm olimlarning bu birinchi mahsuloti bu ilmiy mahsulot, ilmiy maqola hisoblanadi va uni qayerda chop etilganligi bilan bog'liq. Misol uchun O'zbekiston jurnalini nazarda tutmayapman, ya'ni o'sha Web of Science ham eng zo'rlarida, masalan Impact Factor mayli 5 dan yuqorisi bo'lgan jurnallarda qancha ko'p maqola chiqarsa, O'zbekiston ilmiy fani xuddi boks, tennis, reytinglari bor dunyoda. Shaxmatlarning reytingi shu. Shu reytingda O'zbekistonning Hirsch indeksi ham yuqorilab boraveradi va O'zbekistonga investitsiyaga ishonch muhiti yaraladi olimlariga. O'zbek olimlarini ishlashimiz kerak ekan deydi. Shunaqa bir talablar qo'ysa, o'zi to'g'riroq bo'lardi. Ya'ni ilmiy rahbarlik to'layverish kerak. Masalan, chiqara olmasa, mayli 4 yil. Men demoqchi bo'lganim, qarang, 4 yillikda ham yana bir misol qilib aytmoqchiman. 2018-yil emas, yo'q, 2020-yil ekan Xitoyda. Xitoyda aspirantura, ya'ni doktorant 3 yillik edi. Ularda stipendiya bilan anaqa berishmaydi. Ya'ni hech qachon stipendiyasini oshirmagan. Hattoki Yevropada ham hozir $1000 bormaydi. Balki $1000, $1,500 atrofidadir Yevropalarda. $1000 dan boshlanadi. Ya'ni hozir 1.7% qiladigan bo'lsa, u bizda dunyodagi eng zo'r stipendiya qoladi-da. Men to'lamasin demoqchi emasman. Xalqaro standart degan narsalar bor. Ya'ni bekorga emas. Xitoyda o'sha 3,5 yuan pul beradi. U standart pul. 2,5 yuandan boshlanadi, qolganini ilmiy rahbar qo'shib beradi. Va maksimum deydi 5700 yuan pul to'lar ekan. O'sha $1000 gacha ham bormas ekan, qarang. Shu pul to'laydi. Endi shunda o'zi aslida Germaniyalarda ham unaqa nima emas, $1000. Ya masalan bizga €1000 pul to'lagan, 1200, 1300 atrofida pul to'lagan 3-kurslarda, ya'ni differensial stipendiya bo'lgan. 1 yilcha €1000, 1200. Keyin Xitoyda nima qilishdi? 20-yilda adashmasam, 3 yilda sifatsiz kadrlar yetishib chiqishni boshladi. Ya'ni qanaqa sifatli, ya'ni vaqtida himoya qilinmaydiganda ko'payib qoldi. Shunda Xitoy hukumatı 3 yil emas 4 yillik qo'ydi. Va Germaniyada ham o'zi, men Germaniyada o'qiganim uchun aytaman, даже Yevropani ham bilaman, o'zi 3 yil stipendiya to'laydi. Plus 1 yil deb yozib qo'yadi, plus 1 yil. Ya'ni senda yana 1 yillik ehtimoling bor, 1 yilda. Va 6 yilgacha to'lanadi. Xitoyda ham shunaqa ekan, 6 yilgacha to'lanmaydi. Ya'ni 4 yildan keyin to'lamaydi. 4 yildan keyin o'sha loyihalar ishga kiradi, shu o'z ishini tugatib himoya qiladi. 6 yildan keyin Xitoyda himoya qildirmas ekan. Men buni endi guvohi bo'ldim, bir o'zbek o'zimiz bolada, endi kimligini aytmayman. Ya'ni guvoh bo'ldim. Xitoyda ham shunaqa. 6 yildan keyin himoya qilishlik bu sen olim sifatida shakllanishing juda ham samarasiz ekanligini ko'rsatib qo'yar ekan. Shuning uchun optimal 4 yil ekan, optimal eng yaxshisi demoqchiman. Lekin Xitoyda men ko'p Xitoy yoshlari bilan uchrashaman, gaplashaman, misol uchun aytadi, agar men doktoranturani bitirsam, meni oyligimda 7,5 ming, 8 ming, 12 ming yuan oshirib berar ekan deydi. Postdokka kirsam, ya'ni katta ilmiy xodim bo'lsam deydi, qarang. Ularda ishonch bor-da. Bizda hozirgi bu tizimi, katta ilmiy xodim bo'lsa, meni oylik stipendiyam pasayib ketar ekan-ku deydi. Yaxshisi bu bunday emas. Biznesga o'raman yoki boshqa yerga ketaman deydi-da, misol uchun. Stipendiya oshirish ham qaysidir tomonda bilmadim, qanchalik to'g'ri yo noto'g'riligini bilmadim lekin. Endi bunga parallel ravishda siz aytmoqchi, masalan, katta ilmiy xodimni balkim oyligini balkim o'shanga mos ravishda yuqorilatish kerakdir.
Ya endi u ham to'g'ri emas. Misol uchun katta ilmiy xodim himoya qilgan odam himoya qilgan. Nega stipendiyat doktorantni oyligi meniki bilan teng bo'lishi kerak? U Ha, noto'g'ri to'g'ri. aslida. Ya'ni birinchi bosqichi katta ilmiy xodimku, u qadam birinchi qadam bosadigan qadami katta ilmiy xodimlik. Ya'ni u undan differensial yuqoriroq bo'lishi kerak. Ya'ni bu narsa men bitirsam, men bunga erishaman, meni stimulim mana shu bo'ladi. Katta ilmiy xodimlik. U hozir bunaqa bo'lib turibdi. Meni stipendiyam bunaqa-yu, u bitirsam bunaqa bo'ladimi? Demak, degan boshqa narsa bo'lib qoladi-da. Ya'ni Shuni ilmda stimul aytmoqchiman. kamayib qoladi. Shuni aytmoqchiman-da. Chunki o'sha Shunday, shunday. erishmoqchi bo'lgan darajadagi nimani ko'tarib qo'yishimiz kerakda, mos ravishda Albatta. demoqchiman. Yoki Ha, stipendiyani men masalan maslahat berardim. Hozirgi kadrlar, doktorantlar stipendiyasi yomon emas. Rivojlanayotgan Xitoyda olaylik, 3,5 ming, $500. $500 bizda qancha bo'ladi? $500 masalan bir 6 million ekan. Qarang, bu 6 milliondan ko'p ekan даже bizniki. 6 million 7 million dedingiz, даже ko'p. 7 millionni saqlab qolib degan bo'lardim. Ilmiy rahbarlik o'sha joyda qaytarish kerak. Balki uni boshqa reformulировка qilish mumkindir, lekin oyma to'lash kerak. Chunki ilmiy rahbarlikda ham o'zining stimuli bor. Borda. to'g'ri. Va lekin boyagi gapni saqlab qolish kerak edi. Nima edi? Shogirdlariga o'sha to'lanadigan summaning masalan endi 1-7% bo'lmagandan keyin 50%gacha fond ustavi, ya'ni asbob uskunalar berish degan bir fond qilib qo'yish kerak edi. Mana seniki $10,000 masalan, misol uchun $20,000 shu narsaga asbob uskuna, reaktiv boshqa narsa olasan deydi-da. Shunaqa qilib qo'yish kerak edi deb o'ylayapman men hozir. Lekin uni nima deydi? Ko'chachasiga aytadigan bo'lsa, erkalatib yuborish kerak emas. Mendan xafa bo'lishmasin hozir bu podkast ko'ruvchilar. Lekin bu reallikni aytyapman-da. Yo, to'g'ri, chunki bu boshdan o'tgan narsalarda ertaga baribir biz bilamiz o'sha paytda stipendiya kam paytda ham yashab ko'rdik Shunday. va hozir davrni ham ko'ryapmiz. Mana stipendiyalar yaxshi holatda ham ko'ryapmiz va rahbarlikni ham o'sha paytdagi holatini ko'rganmiz. Da, shunday. Rahbarlikni. Shuning uchun bu narsalar albatta bir-biriga bog'liq narsalar. Albatta bittasi ko'tarilishi ikkinchisiga ta'sir qiladi yoki ikkinchisini tushib ketishi birinchisiga ta'sir qiladi. Shunaqa narsalar borda. Shunga to'liq hisobga olish kerak deb mana hisoblayman. Akmaljon, nima fikrlar bor? Aka, men rahbarlik doirasida fikr bildirishga ma'naviy jihatdan mutlaq haqqim yo'q. Nima uchun? Birorta shogird chiqarmaganman. Norasmiy endi hali maqola o'qishi, yozishi o'rganamiz deb o'rgatyapman. Rasman birorta shogirdim yo'q, shunga jim o'tiribman. Bitta fikr bor menda. Ko'p fikrlarni misol uchun tahlil qilaversak, bir-birini inkor qiladigan fikrlar kelib chiqaveradi-da, ayniqsa auditoriya kattalashgan sari. Bitta baribir umumiy to'xtamga kelish zarurati nuqtai nazaridan bu masalaga yondashganda O'zbekistonda ilmni rivojlantirish uchun nima qilish kerak degan birinchi savol sifatli ilmiy maqola chiqarish kerak. Bunga hech kim qarshi bo'lmasa kerak. Endi bunda ham tabiiy fanlar, texnika fanlari, injiniring fanlari uchun bu aytaylik til adabiyot, tarixni bunga qo'shmasak balki to'g'ri bo'lar. Tarixi ham balki o'ylab ko'rilardi. Ya'ni sifatli ilmiy maqola chiqarish kerak. Endi sifatli ilmiy maqolani 3 yilda aytaylik 2 ta talab qo'yilsa PhD ga, aytaylik bitta Q1 2 darajasida, bitta Q3 yoki 4 darajasida ham bo'lsa mayli degan talab qo'yilsa, endi buni 3 yilda chiqarish imkoni bormi degan savol qo'yiladigan bo'lsa, 99% imkoni yo'q degan bo'lardim. 15-17 yillik Biargankadagi kuzatuvlarim faqat bir kishi 3 yilda himoya qilganini bilaman. Komiljon Tillabayev. Geniy bola, endi unaqa bolalar haqiqatan kam. Magistraturada ancha ishini qilib qo'ygan. Endi bunaqa holatlar juda ham kamdan kam. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, Ravshan Zoirovich ham shuni singari fikr bildirdilar. 3 yilda bu olib chiqish qiyin. Maqolani o'ziga qancha vaqt ketadi deb aytgandilar, esingizda bo'lsa. Shu nuqtai nazardan qaraganda 3 yil ichida himoya qilib olsa, mana buncha miqdor beramiz degandan ko'ra ilmiy rahbarga shu oldingi tizimdagi
oylik misol uchun 1.700.000 1,5 millionmi bilmayman qancha, o'sha pulni oylik to'lab turilgani ma'qulroq, chunki ilmiy rahbarda o'sha har oy shu pulni olyapman-ku degan nuqtai nazardan insof bilan qaraganda hech yo'g'i 10 soat vaqtimni bir oyda yoki 20 soat vaqtimni shogirdimga sarflashim kerak degan bir mas'uliyat, majburiyat bo'ladi. Shuning uchun rahbarlarga pulni bermasdan bitta qilib beramiz degan yondashuv mani nazarimda noto'g'ri, mani nazarimda. Hop, menimcha juda vaqt ham nima qilib ketdi, ancha cho'zildi. Juda ko'p masalalarga to'xtaldik. Men agar ruxsat bersanglar, shu joylarda endi yakunlasak, menimcha keyingi yana bu prezident farmonida keltirilgan islohotlarni nima deydi, demak bo'limlari juda ko'p, hali ko'p narsalar muhokama qilinishi kerak. Eng asosiy narsa menimcha hammamiz ham mana bir to'xtamga kelyapmiz. Bu albatta muhokama qilinishi kerak. Har bitta o'sha ta'sir qiluvchi faktorlar, omillar muhokama qilinib, eng samarali tizim ishlab chiqilishi kerak. Ya'ni juda bo'lmaganda kamchiligi kam bo'lgan nizom ishlab chiqilishi kerak va u amaliyotga tatbiq etilishi kerak. Shundagina o'tirgan har bitta tadqiqotchi nima qilayotganligini, nima qilish kerakligini va qayerda to'xtash kerakligini biladi. Rahbarlar ham xuddi shunaqa va hokazo. Umuman shu oliy ta'limdan keyingi ta'lim tizimida qaysi ishtirokchisi bo'lsa, u nima qila olishi kerakligini yoki o'zini masalasiga javobni mana shu nizomdan topa olish kerak deb hisoblayman-da. Mana shu bizni bugungi muhokamamizda ham menimcha javobi bo'lardi to'liq. Yana fikrlar bor albatta. Biz yana ham menimcha bu podkastni keyingi sonlarida buni muhokama qilishimiz kerak bo'ladi va umid qilaman bizni kuzatayotgan kuzatuvchilar ham o'zlarini fikrlarini, o'zlarini savollarini, mana bu narsa e'tiborga olinishi kerak edi degan ma'noda o'zlarini fikrlarini bildirsa yaxshi bo'lardi. Podkast albatta ochiq hamma savollarga. Qanaqa muhim, mana ko'ryapmiz, hamma narsani ochiq qo'yyapmiz. Biz fikrlarni bildiraveramiz, ya'ni fikrlarni aytaveramiz. O'sha fikrlar balkim kimnidir xayoliga kelgan, kimnidir xayoliga kelmagandir. Shu jihatdan olib kerakli mutaxassislar shu nizomni ishlab chiqishda foydalanishsa, biz bundan xursand bo'lamiz. Shu mani umumiy yakuniy bir xulosam. Marhamat, Akmaljon. Tohir aka, sizda fikr bormi? Men keyin like bilan tugatib qo'ya qolardim. Bitta fikrim bor. Men shu Nodir akam fikrlariga qo'shilaman albatta. Yakuniy fikrni chiroyli qilib aytib berdi. Men bitta fikrni aytgan bo'lardim. Mabodo shu oxirgi gaplarimni shu ilm fanni minimum talablarini ishlab chiqadigan qonun ijodkorlari mabodo ko'rib qolishsa, sizlardan iltimos buni muhokamaga qo'yinglar, keng jamoatchilikka. Ilmdagilar buni muhokamasida qatnashsin va fikrlarni o'rganib, buni tahlil qilib, jamiyat uchun eng manfaatli bo'lganini olinglar. Bitta sizlardan iltimos, oldingi oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan qilingan Universum kabi global butun galaktika o'qiydigan jurnallarni ro'yxatini qilmaylar, iltimos. O'zbekistonning ilm fanini yo'q qilishdan boshqaga xizmat qilmaydi. Shunaqa ro'yxatlar ko'rdik, hamma ko'rdi. Bu aytaylik BBC, Ozodlikka o'xshagan O'zbekistonni siyosatiga qarshi fitna qo'zg'aydigan tashkilotlar uchun aytilayotgan gap emas. O'zbekistonda ilm fanni rivojlanishiga to'siq bo'ladigan muammolarni yo'q qilish uchun, oldini olish uchun aytilayotgan fikr shu nuqtai nazardan keng jamoatchilikka qo'yilsa va bundan keyin
oldingi OAK tomonidan qo'yilgan katta xatoliklar qaytarilmasa, shundan manfaatdor bo'lamiz. Bizni kuzatib turganlardan iltimos qilgan bo'lardim, shu layk bilan bizni qo'llab-quvvatlaylik. Podkastimiz kengroq auditoriyaga yetib borishiga shunda hissa qo'shgan bo'lasizlar. E'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi sonlarni ham ertaroq olishga harakat qilamiz. Nodir aka, Tohir aka, sizlarga kattakon rahmat. Baraka topinglar. Rahmat. Ruxsatinglar bilan unda o'chiraman bugun podkastni. Mayli. E'tiboringlar uchun rahmat. Hammaga salomat bo'linglar.